Bismillahirrahmanirrahim. 4. saha. Nimetler to'g'risida tefekkür yurgizish va ularni hisoblashga tirishish. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Allohning ibodatini qanday bash tortisizlar?" Fatir surasi 3-oyat. Allah insonlarning o'zlariga ato qilgan ne'matlarni aslash orqali uningdan kaskin natija chiqarishni talab qiladi. Bu natija shuki, osmonda va zaminda ularni rizqlantiradigan Allohdan boshqa bir yaratuvchi yo'qdir. Bu reallikdan tutgan, bu reallikning insonlardan talab qilganlarini amalga oshirish osonlashadi. Bu Allohning ne'matlarini saqlashni talab qilgan Qur'onda ko'p o'tirib qo'yilgan chaqiriqdir. Allohning ustimizga yaxshilikni his qilish Allah şükür etişimizin türkü buludu. Şübhəsizki, dünya ve ahiretте nicat qiladiganlar için zikir tasbih soruları imtihan ehmetlik sorundur. Muhtala İslam kavmiga mundaq deydi: Parvardigarlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ishinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bast qilganligini aytinglar. Sizler baxtga erishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Surasi 69-oyat. Allohning ustimizga ne'matlarini mulohaza qilganda har xil usullar bilan uni hisoblashtirishimiz lozim. Bu orqali uni sanab tugatilmaydiganligimizni to'lib yetarimiz. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Kafir odam shak shubhasiz zulm qiluvchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchidir. Tekrar mulohaza qilish orqali inson o'zining Allohga o'tkazib qo'ygan ig'ir xatolikdan his qiladi. Alloh sizlarning onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan oltinlar bilan chiqardi. Alloh sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Yaratilish ne'matini va bir zamonlarda o'zimizning yo'qligini, onamizning qo'rquvida hech nimaga qodir bo'lmagan bir jonliq ekanligimizni, ondan quloq, ko'z, yuraklarning ato qilinganligini mulohaza qilgan bo'lsak, buningdan paydo bo'lgan tushuncha bizning bu ne'matlarga shukr qilishimiz turtki bo'ladi. Şübhəsizki, Allah biz için yaratgan her qanday narsa javob qaytarilishini shart qilgan ne'matdir. Bu shukrdür. Allah Taala bundaq deydi: Şübhəsizki, biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisini yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratishning birlikda dalolat qilgan dillarni ko'rsin deb anglaydigan ko'rdan qilib yaratdik. Şübhəsizki, onunla biz peygamber əvətishi bilan yaxshi yo'lni ko'rsatdik. U mo'min bo'lib yaxshi yo'lda minib, Allohning ne'matiga shukr qiluvchidir yoki fojir bo'lib yomon yo'lda minib kufrlik qiluvchidir. Inson surasi 2-3-oyatlar. Shunga to'g'ri qulluq shukrini shart qildi. Yolg'iz Allohga ibodat qilgan va shukr qiluvchilardan bo'lgan. Zumar surasi 66-oyat. Allah bizga ato qilgan barliq ne'matlar buni shart qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Kabe'ga ilib berilgan tugini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni ayizning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, uch put bilan turg'izib bo'lg'izganlarda Allohning ismini tilg'aylanlar, ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga va soylarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u tugilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Haj surasi 36-oyat. Hayvonlarning bizning foydalanishimizga sunilishi shukr qilishga tegishli ne'matdir. Alloh taolo mundaq deydi: O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan bitirildirib, undan ular yerga ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati kamilligini ko'rsatgan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xurmo bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni yiqitdik. Ular uning ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevlarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Yasin surasi 33-oyatdan 35-oyatgacha. Bular cho'ng kichikligini, miqdorini va qimmatini his qila olmaydigan ne'matlarning misolidir. Alloh taolo bundaq deydi: Allah sizlarni dengizning yangi go'shtiri, ya'ni baliqlarni yesin, taqaydigan zinatli buyumlari, ya'ni uncha marjonlarini chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allohning bo'ysundirishi bilan yemak-ichmaklar va yuktaqalar qasilgan kiyimlarning o'zingizda do'lqin yerib ketayotganligini ko'rasan. Nahl surasi 14-oyat. Shübhəsizki Allohning bizga qilgan yaxshiliklari buyukdir. Faqat
Biz onun nimetlerini unutup kalganlığımız için onu his kıla almaymiz. Şüphesiz ki Allah insanlarga merhametlidir. Çünkü onlarga boladigan azapni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Biz tasbih, shukri, istig'for aytishni ko'paytirishimiz va buning sayesinde to'g'ri tafakkur qilish iqtidorini bir yetildirishimiz kerak. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, Doktor Mecdi İlali'nin Aval İman namlı kitabını okup 321. betip gelgen davamlaştırımız. 5. saha. Nimetlerden hali hayat doğrusu tefekkürü yürgülüş. Şüphesiz ki insanga izchil türde nimetler ata kılınıp duruş, nimet ata kılgan Allah'ın unutuldurıp koydu. Lekin insan bu nimetlerden hali hayatın oylığını da Allah'ın uluglaş, nimetleri şükür kılış ve nimetlerden kuruk kılmaslık için tövbe kılışının lazımlığını tehimis kılalaydı. Allah'ın bendelerine nimetlerini esletişi, onun rahmetinin ifadesidir. Allah salametlikning ahmiyetini bildirish ve bendelerinin Rabbiga bo'lgan itoatmanligini oshirish uchun insonni o'xshamagan kasallik giriftar qiladi. Alloh taolo bunday deydi. Ular o'zlarining har yili bir qatim yoki ikki qatim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratni olmaydi. Yunus surasi 60-oyat. Şuna görüş, anlaş, sözleş, meniş yoki tefekkür qilish nimetlerinden mahrum bo'lgan hayotni ko'z oldimizga keltirib yaxshi o'ylashimiz kerak. Yurak, jigar, o'pka, böğrek qatorliq a'zolarning vazifalarida biror nuqson paydo bo'lsa, inson qanday bo'lib ketar? Buni o'ylang. Chiqarish, sumirish, ishlab chiqarish sistemasiga o'xshash sistemalardan satoq chiqishi. Saqlıqның qimmatini bilish uchun kesallar to'g'risida o'ylab ko'raylik. Qur'onda bizga Allohning ne'matlarini eslatadigan oyatlar nihoyat ko'p bo'lib, u oyatlar bizni shu ne'matlardan xoli hayotni o'ylab chiqishga chaqiradi. Alloh taolo bunday deydi: "Sizlar ichayotgan suvni deb baqinglarchi. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak uni tuzliq qilib qo'yatdik. Parvardigoringlarning zo'r ne'matlariga nima shukr qilmaysizlar?" Vakıa suresi 68-70. Soğuk su bulmagan bir hayatını tasavvur kılın. Eytip yakınlarçı, suyunlar yer astığı sınıp kesse, sizlerge kim ekan su keltirip beredi? Mülk suresi 30. ayet. Kuyaş batmaydıgan, keçi bulmaydıgan hayatını göz aldığınızı keltirip bakın. Eytip yakınlarçı, eğer Allah keçini sizler için kıyamet günü güçü sürdüğün bolsa, Allah'tan böyle qaysı ilah sizlerge yoruqluk elip gilalaydı? Sizler anlamamsızlar degen. Deyip bakınlarçı, eğer Allah gündüzün sizler için kıyamet günü soğuzduğun bolsa, Allah'tan böyle qaysı ilah sizlerge aramelişinler için keçinilip gilalaydı? Sizler körmemsizler degen. Sizler ne keçide aramalsın, gündüzde ayatlık yolu hareketlenip Allah'ın fezlini talep kılsın ve Allah'ın nimetlerine şükür kılsın deyip, sizler için keçi bilen gündüzünü yaratışı Allah'ın rahmetidir. Kasas suresi 71. ayetten 73. ayetgacha. Şüphesiz ki bularni yalğız o'ltirib, yaxshi o'ylab beqish kerak. Ya'ni Allohning ba'zi insonlarni ko'rish ne'matidan mahrum qilganidek ahvolga duch kelganda hayotning qanday bo'lib ketadiganligini o'ylash kerak. Ondan anglash ne'matini, ondan bexatarlik ne'matini, ondan islom va hidoyat ne'matini, qanchalik ne'matning qo'ldan ketganligini, qanchalik ne'matga erishganligini o'ylash kerak. Alloh taolo bunday deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, eytip bakınlarçı, eğer Allah sizlerinin kulkunlarını gaz, közünlerini kör kılıp koysa, dillaringlarni peçetlep etse, yani sizlerni hiç nersini düşemeyden kılıp koysa, ularni Allah'tan başka yana qaysı ilah eslik keltirelaydı?" En'am suresi 46. ayet. Şüphesiz ki nimetlerden hali hayatını tasavvur kılış, insanın ne kadar aciz, zayıf, ne kadar günahkar ekanligini bilişi de mühim rol oynaydı. Bununla karata la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyenlik fikirlerini aytish kerak. 6. saha. O'tmish to'g'risida tefekkür yurgizish. Alloh taolo bunday deydi: "Ilgari sizlarmi ana shunday kafir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifo qildi. Ularni o'zingizlarga solishtirib, haqiqatlab ish qilinglar.
Allah sizlarning qilmishinglardan xabardardir. Nisa surasi 94-oyat. İnsan köpünçe hallarda ötken günlerini unutup qaladı. Yani özünün namrat kesel, yolun tapılmay qalğan yoki günah ötküzgen vaqtida qanda qalğışıp qalğanlığını unutup qaladı. Bu unutuşlar onun özüne qanchalik nimetning o'rab turganligini bilolmasligiga sabab bo'ladi. Şoňa ötmüş toğrusida o'ylanish muhim ahamiyatga ega. Qur'onda bununğa münasibetli nurgun misallar var. Nurgun ayetlerde Allah Taala İsrail oğullarının Allah'a qaytishi, baş egishi, zulüm ve azgınlıkni davamlaştırmaslık üçün onlara ata qilgan nimetlerini hatırlatıdı. Allah Taala mundaq deydi: Ey İsrail evladı, sizlerge bergen nimetimni ve sizlerinin bir zamanlarda tamam jahan ählinden üstün qılganlygyny yad etinglar. Kişiga esqatmaydigan, hiç kişinin safahat qabul qılınmaydigan, hiç kişiden fidye alınmaydigan, ular, yani kafirler ve günahkar bendiler yardımga erişelmeydigan günden qorqunlar. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq selish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniq edi. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Bakara suresi 47-oyatdan 50-oyatgacha. Bu ayetlerde qılıvatqan zulümü ve Allah'ın nimetlerini inkar qılmaslık üçün ularning ötmüşleri, qılgan etkenleri ve Allah'ın ularga ata qılgan nimetleri esletilgen. Şübhesiz ki bu Kur'an'daki zor yaxşılıqdır. Allah Teala'ga bo'lgan itoatmanlikni oshirish uchun bu yaxshiliklar to'g'risida o'ylashimiz kerak. Allah sizlarni hidoyat qilganlik uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Yani Allah sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Bakara surasi 198-oyat. O'tmishni va ilgari qandoq azg'inlikda bo'lganligimizni unutib qolganda hidoyat ne'matini va uning qadrini his qilg'ili bo'lmaydi. Peygamberler kavimlerge çakır kılgandı mı muşkul usulunu kullanılan. Allah Teala kavimlerge çakır kılatkan Şuayb aleyhisselamның tili bilen mundaqdaydı. Aslida sizler az edinglar. Allah'ның sizlerning taninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Araf surasi 86-oyat. Shubhasizki, o'tmishni aslash qalbning Allohga bo'lgan itoatini ko'paytiradi. Menmanlik va kavullikni tugutadi. Bedir urushidan keyin Allohning muojizalariga aytgan bunun so'zlari qarang. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida osonlik bo'lib, bo'za qilingan edinglar. Kishilar yana mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilsinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Bedir urushida o'z yardım bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Anfal surasi 26-oyat. Allah Teala'nın ensarilerine aytqanlarini mulohaza qiling. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ның nimeti bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zaxning giribkida edinglar. Allah sizlarni islom orqali undan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Ali İmran surasi 103-oyat. Ahzab günüdagilarni Allohning ularga qilgan yordamini eslatishlerini mulohaza qiling. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tovan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurakinglar og'zinglar qoplashib qolgan, Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkiganda qattiq tavrinishgan uchirgan edi. Ahzab surasi 9-oyatdan 11-oyatgacha. Şuna o'tmishdagi gunohning peshiga esilayotgan va ma'lum arzular uchun kurash qilayotgan vaqtimizda Allohning bizga hidoyat va to'g'ri yo'lda iborat bu ne'matni ato qilganligini eslashimiz kerak. Shuningdek, namratlik, kasallik, yolg'izlikdagi ahvolimizni, Allohning bu ahvolimizni sonsiz ne'matlar bilan qanday o'zgartganligini o'ylashimiz, ularni o'ylash jarayonida Alloh zikr etishimiz, shukr qilishimiz kerak. 7-soha. Allohga muhtoj bo'lishlik reallik haqida tafakkur qilish. Bu tafakkur qilish tegishli sohalarning eng muhimi va bandichilikning negizi hisoblanadi. Alloh taolo bunday deydi: "Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madiga loyiqdir.
Agar Alloh xolisa sizlarni aloq qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Alloh qiyin emas. Fatir surasi 15-oyatda 17-oyatgacha. Allohga bo'lgan ehtiyoj shaxsiy ehtiyojdir. Hech qanday to'salg'i bu ehtiyojni o'zgartirmaydi. Bu hayotning barliq taraflarini o'z ichiga oladi. O'zining kuchligiga ishonib, Allohga ehtiyoj tushmaydiganligini e'tiqodlarning ojizligini va Alloh muhtoj ekanligini his qiladigan kunlar keladi. Hayotlikning qo'dilishi to'g'risida yurakning harakatlarini mulohaza qiling. Yurak 1 minutda qonning butun badanga yetish uchun qancha qatim so'qadi? Agar yurak bu harakatni bir necha minut to'xtatib qo'ysa, qanday bo'lib ketar? A'zolar qanday ahvolga tushib qolar? Menga nima bo'lar? Bu yurak g'olib va ulug' Alloh bizni yaratgandan boshlab ishlamoqda. 1 minutni to'xtab qolgani yo'q. Uni kim qo'llaydi? Buyraklarning vazifasini va uning hayotning davomlashida o'ynaydigan alohida rolni mulohaza qilib boqing. Qon tarkibidagi zaharlardan tozalanish uchun minutiga taxminan 100 qatim buyrakka boradi. Agar u bir kun, hatto bir necha soat to'xtab qolsa, qanday bo'lib ketarsiz? Uni qaytadan harakatlantira olamsiz? Yana menga nerva, bez, jigar, oshqozon, uchay, so'ngak, muskul va boshqa qismlarni chiqarish, sumirish, nafaslanish, ko'paytirish sistemalarini, suydik, qon va qonning tarkibini anglash, ko'rish sezgilarini bularning hammasini mulohaza qilib boqing. Yashash uchun ularning hammasining o'xshash vaqtda ishlashini shart qilgan nurg'un sabablar bor. Undaqda ularni kim qo'g'daydi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, masxar qiluvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatlik Allohning azobidan kim saqlaydi degan. Anbiya surasi 42-oyat. O'zimizning Allohga naqadar muhtoj ekanligimizni texim yaxshiroq bilish uchun har qanday bir a'zoda qanchalik kasallikning paydo bo'lganligini o'ylab boqaylik. Salomatlik bilan birga virus va mikroblar to'g'risida o'ylab ko'raylik. Inson duchor bo'lgan qo'rqinchli kasallarning ko'pligiga qarab, xuddi insonning tabiati kasallikdan tark topgandek, salomatlik nihoyat kam uchraydigan narsa his qilib qolishi mumkin. Amaliyotda ahvol dil buning aksicha. İnsanlarning ko'pincha sog'lom, kasallik bo'lsa qisman ahvoldir. Shubhasizki, bu Allohning bizga qilgan yaxshiligidir. Bu Allohning qo'dilganligi va ko'zib turganligidan bo'lgan. Allah sizlarni qo'g'dog'ishlarni avatidi. Qaysi xil muhtojlik bizning Alloh uchun yashashimiz kerakligini ifodalab beradi. Albatta biz Allohning qo'g'dishi va qo'llashiga muhtoj. Buningdan shubhalangan kishi o'zidan shuni so'rab baxsin. Atrofimizga havo shalang'ishib qolsa, qanday ahvol kelib chiqadi? Suv yoki oziqlik qolsa-chi? Demakki, hayotimizni qo'g'dovchi Allohdir. Yer tevrash, vulqon, sel, chaqmoq, o't apti va qatlamlarning maydonga kelishi bizning Allohning qo'lishiga qanchalik muhtoj ekanligimizni ko'rsatib beradi. Hidoyatga nisbatan aytganda bizning Allohga bo'lgan ehtiyojimiz texim kuchli. Chunki hammamiz o'z xohishimizga qo'yilib berilgan bo'lsak, gunoh, ma'siyat, jinoyat va azg'unliklar qosh bilan kirpikning orasidagi ish bo'lib qoladi. Alloh taolo mundaq deydi: Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasaydi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi va lekin Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Alloh sizlarning so'zlaringizni anglab turuvchidir, niyatinglarni bilib turuvchidir. Hech kim o'z nafsini uning talablarini rad qilishga qodir emas. Allohning yaxshiligi va rahmati bo'lmagan bo'lsa, biz gunohlardan va fosiqlardan bo'lgan bo'lardik. Xristianlarga, kalaga, quyoshga va oyga cho'qinuvchilarga qarang va o'zingizdan shuni so'rang. Mushundaq muhitda yetishgan bo'lsak qanday bo'lar edik? Dadalarimizning butqa saytiqlik qilgan ko'rsak qanday qilardik? Nimishqa ularni musulmon yoki muvahhid qatorida ko'rdik? Bu bizning ustunligimizmi yoki bizdagi ortiqchilikmi? Va yoki hammadan aziz va ulug' Allohning ihsonimi? Yana bir jihatdan qalbimizga iymonning kirishimi Allohning buyuk ne'matidir. Allah bizni yetaklangan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Buning bilan birga haqda ching turish va ya avoyivas berilmaslikmi Allohning ihsonidir. Chunki insonning iymoni qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, inson nafsiga qarshi turishga qodir bo'la olmaydi. İbrahim alayhissalom mundaq degan: "Meni va o'g'illarimni butqa cho'qinishdan yiroq qil." Şuayb alayhissalom mundaq deydi: Şuayb aytdi: Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on choplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolisla biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz.
Yusuf alayhissalom bundoq deydi: "Meni musulmon petimchi qabzroq qilgan, meni yaxshi bandalar qatorida qilgan." Payg'ambarlarning eng ulug'i bo'lgan Muhammad alayhissalom bundoq deydi: "Ey qalblarni o'rib ko'rguvchi, qalbimni dinning ustida turg'iz. Shubhisizki, sen meni nafsimga qo'yib bersang, meni kamchilik, gunoh va xatoliklarga qo'yib bergan bo'lasan. Men faqatla sening rahmatingga ishonaman." Birisi bomdod namozini masjidda, birinchi sapda qilsa, peshin namozi vaqtida chirkovda xristianlarning durutlarini o'qisa, bularning hammasi uning Allohdan uzoqlashganligi va Allohning uni o'z nafsiga qo'yib berganligidan bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: "Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladigan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingda hech ish kelmaydi." Ya'ni hech odam uni gumrohlikni dafn qilishga qodir bo'lolmaydi. Shunga biz Allohning yordamiga, yaxshiligiga va rahmatiga muhtoj. Unak bo'lmaganda biz xatolik, ozg'unlikqa mubtalo bo'lamiz. Shubhisizki, bularni tafakkur qilish orqali kallada men haqiqatanmi Allohga muhtoj degan uqumni shakllantiradi. Shunda la havla va la quvvata illa billah degan zikrning haqiqiy ma'nosini bilib yetalaymiz. Ya'ni Allohning rahmatiga bo'lgan ehtiyojni his qilamiz va Allohning habibi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salat va salomni ko'paytiramiz. 8-soha oqibat to'g'risida tafakkur qilish. Bu Alloh bizdan tushunishni talab qilgan yana bir nuqtadir. Alloh taolo bunday deydi: "Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar." Oqibatga qarash Allohning zolimlar to'g'risidagi qonunlarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Endi qara, zolimlarning oqibati qanday bo'ldi? Gunohkorlar to'g'risida ustida tosh yomg'ir yog'dirdik. Qarab baqsaq, gunohkorlarning oqibati qanday bo'ldi? Araf surasi 84-oyat. Buzg'unchilar to'g'risida qarab baqinglar, buzg'unchilarning oqibati qanday bo'ldi? Araf surasi 86-oyat. Allohning ular to'g'risidagi qonunlarini o'rganish bilan birga sabr va taqvoning natijasini qanday bo'lganligini qarang. Alloh taolo bunday deydi: "Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bəndilərdən özü xalqan kişilərini varis qılıdı. Yaxşı aqibət təqvadarlarına mənsub." Əraf surəsi 128-ci ayət. Səbr qılğın. Şübhəsiz ki, yaxşı aqibət təqvadarlarına mənsubdur. Hud surəsi 49-cu ayət. Zulm, istirab və buzğunçuluqның aqibətləri toğrusida təfəkkür qilish bilan birgə, yana taqva, yaxshilanish, yakkilik ve kollektif işteki beraberlik qatarlıq temler doğrusunda tefekkür qilish kerak. Allah insanlara hech qanday şekilde zulüm qilmaydi. Fakat insanlar öz nefsi için ahirde barılgan joyini hazırlaydı. Allah'ın kanunu özgermeydi. Allah'ın mahlukatlar ustida qo'llangan yo'lda ergizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lda ergizmi yetkilishni, ya'ni Allah'ın azapga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yetkilishni ko'rmaysan. Biz nefsimiz uchun xushallik, perişanlık ve olarak elip baradigan yolunu irademiz ve xahişimiz boyunca özümüz tanlaymiz. Kur'an'da akıbetki qarashning qayta ta'kidlanishini tarixni takrorlamaslik uchun bo'lishi mumkin. Shunga burunqilarning beshiga kelganlaridan tajriba saboq olish, keyingilarga tajriba saboq bo'lgan kishilardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Qonunlar o'zgarmaydi. Shuningdek shaxslar va ularning qiziqishlari, yuzlanishi va tushunchalarimi o'zgarmaydi. Shunday ekan, nimishqa ilgirkilardan saboq olmaymiz? Nimishqa tarixni qayta takrorlaymiz? Qur'on qo'limizda tursa, umumiyda qonun qoidalar shunday ochiq bayon qilingan va uning qanday ijro qilish to'g'risida ko'rsatilgan berilgan tursa, yana nimishqa shunday qilamiz? Shukrni tark etganlarning oqibatini bilmoqchi bo'lgan kishi sabaning beshiga nimalarning kelganligiga qarash kerak. Zimindagi akavorlik va isrofchilik qilganlarning oqibatiga munosabat misollarni izlagan kishi Qarun qissasiga qarasa bo'ladi. Fir'avn, Ad, Samud qavmlarining, Nuh va Shuayb alayhissalomning qavmlarining boshiga kelganlar Allohning ozg'unlikqa ketib ketgan yolg'onchilar to'g'risidagi qonunining o'zgarmaydiganligining kuchli dalilidir. Shubhisizki, bular yurgizishga tegishli qonunlardir. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan kishi yo'qdir. Alloh bandalarning so'zlarini anglab turuvchidir, ahvolni bilib turuvchidir. Alloh taolo o'zi belgilagan vaqtda amr qiladi. Hech kim uni tuziltirmaydi. Bandaning qila oladigan faqat uni kutishdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki,
sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Menmi sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutmoqchiman. Yunus surasi 1-2-oyat. Şuna buni izchil tafakkur qilish qalbni Allohga yaqinlashtiradi. Alloh taolo buni deydi. Allah xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir, lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Batılning qanchalik kuchayishidan qat'iy nazar, uningda o'zini yo'qotadigan omil bo'ladi. Zalimlarning ovozi qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, u faqat dunyoning beshini tutganlarni qo'rqita oladi. Oxiratning peshini tutganlar faqat Allohga ishonadi, aldirab ketmaydi. Ular zulm ma'lum chekka yetganda ondan Alloh tarafidan amr qilinganligini biladi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Şuayb peygamberlerinin kavimleriga o'xshash o'tgan ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Kehf surasi 59-oyat. Kona yangi tarixlar buni eng yaxshi ifodalab beradi. Kommunizmni uning o'z vaqtida qanchalik kuchli bo'lganligini, oxirida o'z joyida qanday yo'qolganligini eslang. Hitler va Mussolinning beshiga kelganlari qarang. Tarixda Hajjaj ibn Yusuf bilan Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuni o'ltirish qatnashganlarning oqibatining qanday bo'lganligini o'ylang. Ahli sunnatning imomi Ahmad ibn Hanbalning qiynoqqa ilinishiga sabab bo'lgan Mu'tazilalarning oqibatini o'ylab ko'ring. Ya'ni Allohning o'zgarish to'g'risidagi qonuniga qarab boqaylik. Alloh o'ziga shukr qilgan va qulluq qilishdan yuz o'rganganlarning ne'matini o'zgartmaydi. Alloh taolo bunday qildi. Bu yani ularga nazil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufr va gunohlik bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib o'tmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turuvchidir, qilmishlarini bilib turuvchidir. Anfal surasi 53-oyat. Allohning boyni namratga, saqni kasalga, izzatlikni xo'r insonga aylantirganlik to'g'risida tafakkur qiling. Ballarının bu dünyadaki kelajak üçün barlığını sarf qilgan, ularga islom tarbiyasi bermagan kishining ballarının qirg'anda uni qanday tashlab qo'yganligiga va uning yo'laksiz qolganligiga qarang. Bular to'g'risida o'ylanish buni oyatni takrorlashimizga turtki bo'ladi. Biz nonko'rdan boshqasini jazolandiramdik. Saba surasi 17-oyat. Shubhasizki, oqibatga qarash maqsadni Allohdan qo'rqishdan iborat bir nuqtaga markazlashtiradi. Bu to'g'risida doim o'ylanib turish orqali zulmning aman oxirlashganligini, botilning aman yo'qolganligi, vaqtning qanchalik o'zgarishi, shartlarning qanchalik eg'irlashishi, zulmning qanchalik eshishidan qat'iy nazar, oxirida to'g'ri yo'lda manganlarning boshqalarning hammasining yo'qolganligidek reallikni to'yib ketgili bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminda qilib qoladi. Allah misallarını ana shunday bayon qiladi. Ra'd surasi 17-oyat. Bu nuqtada tafakkur qilgan kishi Allohning insonlar qilgan har qanday ishdan g'afil emasligiga qat'iy ishonadi. Parvardigoring bandalarni albatta kuzatib turuvchidir. Natijada insonning chiroyida tag'utlar va zalimlarga qarata masxaralik kulki paydo bo'ladi va munoyatni qo'ydi. Esit shu bandalarga. Yasin surasi 30-oyat. Bu temining oxirida Allohning amrining hammadan ustun turganligi, Allohning xohligini qilish qodir ekanligini bildiradigan zikrlarni o'qish kerak. 9-soha. Allohning kunlari to'g'risida tafakkur qilish. Zulm oshgan, dushmanlar musulmonlarga har tarafda hujum qilayotgan, islom uchun xizmat qilayotganlarga aziyat yetkazilayotgan zamonlarda Allohning kunlari to'g'risida texnik ko'p tafakkur qilish intayin muhim. Alloh taolo bunday deydi: biz Musa'ni mo'jizalarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda balog'i sabr qiluvchi, ne'matga shukr qiluvchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. İbrahim surasi 5-oyat. Musa alayhissalom qattiq xo'r pes alışıp qalğan, Firavunning har xil qiyin qisaqlarga uchratgan Isroil o'g'illariga avatilgan edi. Mushundaq bir muhitda Alloh qalblarining huzuriga erishishi, g'aybni bildigan Allohga itoat qilish uchun Musa alayhissalomni Isroil o'g'illariga Allohning kunlarini, ya'ni haqqa yordam qilib, yolg'onchilarni yo'qotgan kunlarini eslatishga avatdi. Shu orqali ular bu kunlarga ishondi. Batil qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, uning pisand qilmadi.
Şübhəsizki Allah'ın külleri doğrusunda mülahize yürgüzüş, nefslerdeki ümit ruhunu uyg'otish, osmonni kuzatish, sog'lom arg'amchiga, urvatul vusqa esishga eng yaxshi vositadir. Allah Teala talay qatimlab o'zining do'stlariga yordam qilgan, kuchli kafirlarni va ularning gumashtlarini barbod qilgan. Bu kunlarning biri Nuh alayhissalomning qavmi g'arq bo'lgan, Nuh alayhissalom va uning bilan birga bo'lganlar qutulib qolgan kundir. Yana biri Lut alayhissalom va uning oilasilar ayoldan boshqalar qutulgan kundir. Ad va Samud halok bo'lgan kunmi bu kunlarning biridir. Shuning bilan birga Firavun o'z amrahlari bilan birga gumroh bo'lgan, Musa alayhissalom va uning qavmi qutulgan kunmi bu kunlarning biridir. Bu kunlarda yana biri sani va tayyorliqning azligiga qaramay Badr urushida g'alaba qozongan kundir. Allah mushriklarga bo'ron avatib, ularni qochishga majbur qilgan Ahzab urushi bo'lgan kunmi bu kunlarning biridir. Qadisiya, Yarmuk, Yittin, Ayn-Jalut va Istanbulning fath qilinishi Allohning kunlarining biridir. Bular va buning o'xshagan kunlar Allah yordamda bo'lgan kunlardir. Yordamga erishishga tegishli harakatga sahib bo'lgan, Alloh bilan bo'lgan munosabatni tuzgan, Allohga samimiy tavakkul qilgan vaqtlarda musulmonlar mushkullar bilan qo'llashga erishadi. Bu muborak kunlarni tafakkur qilish bilan birga Allohning omonatiga xiyonat qilgan, shaytonga qul bo'lgan, zaminda zulm va buzg'unchilik qilgan dushmanlardan intiqom olgan kunlarni o'ylashimiz kerak. Ularning madaniyatlari va shaharlarini tub-tub qilayotgan yer tevrashlarni, portilgan vulqonlarni, hammani xarob qilayotgan sallarni o'ylaylik. Allah Teala bunday deydi. Nurg'un shahar aholilari zalim bo'lganligi uchun shaharning uylarining o'zgizlari o'rilib, ustiga tomlar yiqilgan, nurg'un tashlandiq qo'liqlar va egiz imoratlar aholisi qolgan. Hej surasi 40-oyat. Bularni o'ylaganda la ilaha illallohu vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir deganga o'xshash zikrlarni aytish kerak. Fikir sohasida temalarni jamlashning mumkinligi. Bo'libmi olamni tafakkur qilganda shakllanadigan nuqtalarni jamlagan bo'ladi. Masalan, quyoshga qarab uning yaratilishi, tangdarsizligi, yaratilishdagi injiqlikni bayqag'ili, u orqali Allohning borligi va bilakini qanday dalillashni bilag'ili bo'ladi. Shundan bilan birga yana quyoshning ta'sirida maydonga kelgan Allohning ismlari va sifatlarini bilib olaymiz. U orqali Allohning ustimizga ne'matlarini sanaymiz. Ular bo'lmasa hayotning qanday bo'lganligini o'ylaymiz. Allohga qanchalik ehtiyojli ekanligimizni his qilamiz. Allohning koinotdagi boshqa mo'jizalarini bu shaklda tushunishga bo'ladi. Zikrdan foydalanishning boshqa yo'li. Zikr aytish bilan tafakkur qilishning munosabati to'g'risida ilgirki mazmunlarda o'tirib qo'ygan yo'ldan boshqa zikrni boshlaganda qalb bilan til o'tirishga taqvolikni ishga oshirishni osonlashtirgan yana bir yo'lim bor. Bu ma'lum zikrni takrorlash jarayonida tilakni o'tirib qo'yishga tirishdir. Banda o'z ismining erishda ulug' Allohning dargohida tilga ilinishini ko'z oldiga keltirganida Rabbini zikr qilish kerakligini tunib yetadi. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish, mag'firat qilish bilan yod etaman. Baqara surasi 152-oyat. O'zini Allohning mulki orasida qimmati bo'lmagan, hech kim tonimaydigan odatdagi bir zarracha, necha milliard insonning biri deb qaragan kishi o'zining ismining erishda jarangligini ko'z oldiga keltirsa, Alloh uning ismini chaqirganda, uning nima qilganligini o'ylang. Yahya ibn Muaz bunday deydi: "Ey g'ofil, ey jahil, Rabbingni zikr qilganda Lavhul Mahfuzda sening ismini yozgan qalamlarning ovozini anglagan bo'lsayding, Allohga bo'lgan tashnaligingdan o'yatding." Shuna istig'fordan, payg'ambar alayhisalomga qilgan salomdan va boshqa zikrlardan burun Allohning yaxshiligini va uningga hojatmanligimizni esga olamiz. Buni davomlashtirish jarayonida qalb zikrning ta'siriga uchraydi. Hatto zikr etish uning eng yaxshi ko'radigan amaliga aylanadi. Oxirgi tavsiya. Ibn Qayyim Fawaid nomli asarda bunday deydi: Zikr aytganlar orasida g'aflat qilganlarmi buning ichida. Ba'zilar zikrini tili bilan boshlaydi. Taki qalbi buning qo'shilib zikr bilan boshlashi uni davomlashtiradi. Zikr aytganlar orasida yana buni ko'rmay turib, g'aflatni his qilmagan ahvolda zikr aytishga boshlaganlar, hatto qalbining zikrga qo'shilishini kutganlar ham bor. Ular zikrni qalbi bilan boshlaydi. Zikr kuchayganda tilimi uning birlashadi.
Şunun bilan hammasi bir maslik ichida bo'ladi. Buning birinchisida zikr tildan qalbga o'tadi. Ikkinchisida zikrni tark etmaganda zikr qalbdan tilga o'tadi. Ondan o'zini zikrning ichida his qiladi. Oxirida uning badanining hamma qismi zikr etishga boshlaydi. Shubhasizki, eng foydali zikr qalb va dil maslik ichida bo'lgan zikrdir. Shuning bilan birga bu yana payg'ambarning zikridir. Zikr aytgan banda zikrning ma'nosi va maqsadiga shohid bo'ladi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, biz Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabını 6. bab kelgen davamlaştırırız. 6. bab Mescidge bağlanış. Allah Teala mundaq deydi: "Ey müminler, biz sizlerge roşen ayetlerini, sizlerden ilgari o'tgan ümmetlerden misallarını ve takvadırlar üçün vez nasihatlerini şek şübhesiz nazil kıldık. Allah asmanlardan ve ziminin nurudur. Allah'ın mümin bendisinin kalbideki nuru xuddi çırağı koyduğun teksiga okşaydı. Onun da çırak vardır. Çırak şişinin içididir. Şişe goya nurluk yıldızdır. Çırak mübarek zeytin dırxının yığı bile yoğurtulgan. O, yani zeytin dırxı şeraq tarafı mı emas, garip tarafı mı emas, sahrada ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turadi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmasimi yo'rib ketayil deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Alloh xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga erishishga muvaffaq qiladi. Alloh ibrat olsin deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Nur surasi 35 oyat. Yuqorqi oyat Allohning nuri haqida, shundaqla Allohning bandalari ichida o'zi xohlaganni hidoyat qildiganlik to'g'riliq to'xtaldi. Undaqda Alloh o'zi o'z nuri bilan uchrashish shartiga nail qilgan u bandalar qanday kishilar? Buning javobi yuqorqi oyatdan keyin kelgan oyatlarda nihoyat ro'shan bayon qilingan bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi: Allah'ın ulug'lanishi ve isminin yad etilişi buyurulgan mescitlerde müminler ettigen akşamda tesbih etip durdu. Ular şundaq erler ki, soğud setiq ularını Allah'ını zikir kılışten, namaz öteşten, zakat berişten gaflet kaldırmaydı. Ular dillar ve közler qalayım kalışıp yetgan gün, yani kıyamet günüdün korkudu. Nur suresi 36-37 ayetler. Demek ki o kişilerinin nurunu qo'lga keltirish uchun ularda oyat tilg'ildigan sifatlarning bo'shliq kifoya qilmagan. Balki ular bu nurga masjidlar orqali erishgan edi. Halbuki masjidlar Allohning zimindagi uylar tursa, hamda bu uylar ziyoratchilar orqali avod bo'ladigan tursa, shunaqla ziyorat qilinuvchining ziyoratchisiga izzat ehtirom ko'rsatishi uning ustidagi majburiyat tursa, qandoq mundaq bo'lmasin? Salman radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki uyida astoydil tahorat elib, masjidga chiqqan bo'lsa, u Allohning mehmonidir. Sohibxonning mehmonga ihrom, izzat ihrom ko'rsatishi uning ustiga haqdir. Imom Tabarani rivoyat qilgan. Ibn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi: Masjidlar Allohning zimindagi uylaridir. Mescitler xuddi asman yıldızları etrafını yoritgandek öz ehliga yoritib qata qiladi. Shuning uchun kimki qalbining Alloh nuri bilan nurlanishni iroda qilsa, uning ana shu muborak insonlarning masjidlarini obod qilishdek sifatlari bilan sifatlanishiga kafolatlik qilish lozim. Halbuki obod qilishki maqsad faqat uning namozlarini ado qilib qo'yish emas, balki namozlarni ado qilishdan birga sayyoh kunda sahip bo'lgan 7 xil kishilar tilg'angan hadisda bayon qilingandek, qalbini cho'qim masjidga bog'lash talab qilingan bo'lib, hadisdagi 7 turli kishining biri qalbini doim masjidga bog'lab yashagan kishidir. İmam Navaviy bu hadisning sharhida mundaq deydi: Qalbini masjidga bog'lash deganning ma'nosi masjidlarda davomli o'ltirib olish deganlik bo'lmasdan, balki masjidni qattiq sig'inib turish va uningda jamoat bilan namoz o'qishni qo'ldan bermaslik deganni ko'rsatadi. İmam İbn Hajar mundaq deydi:
Hadisda bağlanış ibarəsi go'yoki chiroqqa o'xshagan birər narsani masjidga bog'lab qo'ygandagi ibora bilan tashbih qilingan bo'lib, uningda tan masjid sirtida bo'lsa-mu, ammo qalbning doim masjid tarafga tortib turadiganligi ko'zda tutilgan. Bu ma'noni Javziqiy rivoyat qilgan ikkinchi bir rivoyat tasdiqlagan bo'lib, u rivoyatda go'yoki qalbi masjid turgandek yurgan kishi deb bilingan. Masjidning Alloh tarafga otlanish bilan bo'lgan munosabati. Masjidga ko'p qadam besish va uning namoz vaqtining kelishini kutib qalbning Allohga bog'langanligini ko'rsatgan muhim vaqtdir. Vaqtidir. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bayon qilinishicha, Payg'ambar alayhissalom men sizlarni Alloh taolo xatoliklarni o'chirib tashlaydigan, darajalarni ko'taradigan bir istiloat qilmaymi deganda, kishilar shunda qilgan ey Allohning payg'ambari deyishdi. Payg'ambar alayhissalom ig'ir tuyulgan ahvoldimi tahoratni komil elish, masjidga ko'p berish va bir namozdan keyin yana bir namozga muntazir bo'lish, kutib turish, mana bular Alloh taolo yo'lida jihad qilganga o'xshashdir dedi. Imom Qurtubiy bunday deydi. Yuqorqi hadisdagi murobata so'zi arab tilida ma'lum narsaning yeshilib ketmasligi va aslidagi chuvuliq holatiga qaytmaslik uchun uning mahkam bog'lanishini ko'rsatgan bo'lib, hadisda qalbni yaxshi niyat bilan o'rash, badanni hamisha itoatlik amallarni qilishga ko'ndirish ko'z tutilgan. Arab tili qomusida ribat so'zining shay'ini bog'lash uchun ishlatilgan narsalarning nomi ekanligi qayd qilingan. Ya'ni buningdagi maqsad tahoratni komil elish, masjidga ko'p berish va bir namozdan keyin yana bir namozga muntazir bo'lish, kutib turish qatorliqlarni o'zaro biriktirishning amaliyisini gunoh ma'siyatlardan, harom ishlardan to'sib qolganligini muayyanlashtirdi. Qalblar bir tutashtiruvchiga muhtoj. Shubhasizki, qalb ko'p yetkilib turadiganlik uchun arab tilida qalb deb atalgan. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi. Qalb uning ko'p yetkilib turadiganlik uchun yetkilish ma'nosida qalb deb atalgandir. Qalb go'yo bayovandagi daraxtga ilinishib qolgan va shamol kelib uni asta-ustiga yetkab tushirib turgan bir tal payga o'xshaydi. Imom Tabarani rivoyat qilgan. Müminning qalbi iymon chaqiriqlari bilan havoyi va chaqiriqlari, shundaqla farishtacha ilhom bilan shaytoncha vasvasa orqali uzluksiz davomlashib turgan tortish natijasida bir holatdan yana bir holatga to'xtamay o'zgarib turdi. Shunlashqa payg'ambar alayhissalom doim degidek, ey dillarni o'zgartirib turuvchi Alloh, qalbimni sening diningda izchil qilgin deb duo qiladi. Qalbning o'zgarmay bir xillikni saqlashi uning izchilligidan bo'lgandir. Alloh taolo bunday deydi. Musa'nın anası Musa'nın Firavunning qo'liga tushib qolganligini anglab, as-hushini yo'qotdi. Uning Allohning balani qaytarish va'dasiga ishonishlardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balani oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Qasas surasi 10-oyat. Demak, Alloh taolo Musa alayhissalomning onasining qalbini mustahkam qilmagan va uni iymon va xotirjamlik bilan chambarchas qilmagan bo'lsa edi, albatta u tavrinib qilgan bo'ladi. Musa alayhissalom Rabbiga Firavunga azob yog'dirish uchun bunday duo qilgan edi. Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun Firavunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Yunus surasi 88-oyat. Yuqorqi oyatda Musa alayhissalom Alloh taoladan Firavunning qalbini u yetib borgan kufrlik va adilni ishda izchil qilib berishni va uni toki u qattiq azob tushar bo'lgan qadar ashxul olib mahkam qilib berishni talab qilib duo qilgan. Beddua qilgan. Demak, qalbni mustahkamlash deganda mayli u qaysi xil vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar, uning bir xilligini saqlash ko'zda tutilgan bo'ladi. Xatolarning o'chiriladiganligi va martabalarning ko'tariladiganligi to'g'riliq kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom qalbni iymonda mustahkam qiladigan 3 turlik ishni tilga olgan bo'lib, Davud ibn Salih bunday deydi. Abu Salama ibn Abdurrahman mendan: "Ey qarindishimning o'g'li, sen Alloh taolaning ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringizni saqlab jihadda turinglar. Maqsadingizga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar.
Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar degan oyatning nima haqida nozil qilinganligini bilamsan deb so'ragan edi. Men yo'q deb javob berdim. U o'z qarindoshining o'g'li. Men Abu Hurayraning bundoq deyilgan olgan edim. Payg'ambar alayhissalomning davrida maxsus tayyorlik qiladigan g'azotlar bo'lmagan edi. Ammo bir namozdan keyin ikkinchi bir namoz hozir bo'lib, uni kutish bor edi. İmam Hakim rivoyat qilgan. Masjidga bog'lanib o'tishning fazilati. Payg'ambar alayhissalomning masjidga bog'lanishning fazilati to'g'risida kelgan hadislar ustida o'ylangan kishi masjidga berishning, u yerda namozlarni ado qilishning savobining katta ekanligini ko'radi. Mana bu masjidning bir musulmonning kundalik turmushining ma'lum qismini egallab turishining naqadar muhimligini ko'rsatib beradi. Hadisda ko'rsatilgan fazilatlarning bir qismlari tövendikilardir. Birinchi, yaxshiliklarning aslab oshadiganligi, yomonliklarning o'chirilganligi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligi rivoyat qilinadi. Kimki jamoat bilan namoz o'qish uchun masjidga borsa, uning bosgan har bir qadami uning xatoliklarini o'chirdi. Borgan va qaytgan chog'dagi har bir qadami uchun birdan yaxshilik uningga yozilib ma'lum. İmam Ahmad rivoyat qilgan. Ikkinchi, pokiza hayotning va xayrlik oqibatning nisb bo'lganligi. Farishtalarning tartishdiganligi to'g'risidagi hadisda bunday bayonlar tilg'alandi. Rabbim mendan: "Ey Muhammad, farishtalarning nima haqida tartishdiganligini bilamsan?" deb so'radi. Men shundoq bilaman. Ular mu'minlarning darajalari, ularning kaforatlari, ularning jamoat namozi uchun bosgan qadamlari, qattiq sovuqda kamollangan tahoratlari, bir namozdan ikkinchi bir namozni kutib e'tiroz bo'lishlari qatorliqlarning fazilatining nima bo'lishi haqida tartishib qoladi dedim. Kimki yuqoriqilarga rioya qilsa, yaxshi hayotda yashaydi va yaxshilik ustida gunohlardan xuddi onadan yangi tug'ilgandek poklanib vafot topadi. İmam Tirmiziy rivoyat qilgan. Uchinchi, Allohni xursand qilganligi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Sizlarning biringlar tahorat olgandimi kamol olgan holda faqat namoz o'qishni niyat qilib masjidga kirdikan, Alloh uningdan xuddi sizlarning biringlar uzundan beri ko'rmagan birini ko'rganda xursand bo'lgandek xursand bo'ladi." İmam İbn Huzayma rivoyat qilgan. To'rtinchi, jannatda uning uchun joy rastlanganligi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki masjidga atdiganda va oqshomda borar ekan, Alloh taolo uningga jannatda tushadigan joy hozirlaydi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan. 5. Masjidda namozga turgan vaqtlarda farishtalarning uning uchun rahmat tilab duo qilganligi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: "Biror so'nglar namoz o'qigan joyda bo'lar ekan, tahorat sunib ketmasalar, farishtalar uning uchun rahmat tilab, ey Alloh, uning mag'firat qilgin, ey Alloh, uning mag'firat qilgin" deydi. 6. Qiyomat kuni masjidga qotirg'uchining nurining ziyoda bo'lganligi. Burayda radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Qop-qorong'u chog'larda masjidlarga piyoda borgan kishilarga qiyomat kuni ularning nurlarining ziyoda bo'lishi bilan xushxabar beringlar. İmam Abu Dawud rivoyat qilgan. 7. Alloh taolaning masjidga oldiruvchilar bilan farishtalarga maqtilganligi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu bundoq deydi: "Biz Rasululloh bilan sham namozini birga o'qigan edik. Namozdan keyin qaytadiganlar qaytib, qoldiganlar qolgan edi. Keyin payg'ambar alayhissalom cho'nqur nafas olgan va ikki tizini tutib bosirgan holda oldirib keldi va bundoq dedi: "Xo'sh bishorat elinglar. Haqiqatan Alloh taolo osmon eshiklaridan birini ochdi va bandalarim qaranglar. Ular shu top farzlarni ado qilib bo'ldi. Endi ular keyingi namozdan kelishini kutmoqda" deb farishtalarga sizlar bilan faxrlandi. İmam İbn Majah rivoyat qilgan. 8. Allohning rahmati yog'adiganligi va sirat ko'rigidan omon eson o'tadiganligi. Abu Darda radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini anglagan. Masjid har bir taqvodor kishining uyidir. Alloh taolo masjidni o'z uyi qilgan bandasini o'zining roziligiga va jannatiga yetkazgunga qadar qo'daydiganligiga, uningga rahmat ato qilganligiga va uni sirat ko'rigidan omon eson o'tkazganligiga kepil bo'ldi. İmam Tabarani rivoyat qilgan.
9. Pəriştilərinin məxsus əlaqə bağlaydıqlığı. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu Peyğəmbər əleyhissalamның mundaq deganligini rivayet qıldı. Şundaq kişilər var ki, ular məscidin xo'jalari sanaladi. Ularning pəriştilərdən so'randaşları bo'ladi. Navoz ular yo'qolib ketgudek bo'lsa, pəriştilər ularning surishtisini qiladi. Navoz kasal bo'lib qolsa, pəriştilər ularni yo'qlaydi. Agarda biror yordam ehtiyojlari tushsa, pəriştilər ularga yordam qiladi. İmam Bayhaqi rivayet qilgan. Şuna qalblarimizni məscidga bağlashqa, məscidni uyimizga aylantirishga tirishayli. Məscidga bağlanishda va məsciddan əmillik his qilishda Rasulullohning sahobalariga bo'lishga tirishayli. Ular navoda biror ansizlikka yo'liqsa, məscidga berishga oldiraydi. Shuningdek, yana maqsad tayyorlangan buyuk manzillarga erishishimiz uchun o'rnimizdan birinchi safdan bo'lishga kafolat qilayli. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Allah Taala haqiqatan birinchi safdiklarga rahmat yo'llaydi. Farishtalarmi ular uchun mag'firat talab qiladi. Chunki birinchi saf xuddi farishtalarning safiga o'xshaydigan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Birinchi saf farishtalarning safi bilan o'xshashdir. Agar sizlar birinchi safdagi fazilatlarni bilgan bo'lsanglar edi, uni qo'lga keltirishga bu haqqa qalda oldirgan bo'lardinglar. Ahmad Abdurrahman al-Banna yuqorqi hadisga bergan sharhida mundaq deydi: Hadisdagi farishtalarning sifiga o'xshash degani ularning Allohga yaqin bo'lishida, ular Allohga rahmat yig'ishida, ular orqali rahmat yig'ishida, ularning sifining mukammal va o'rtahol bo'lganligida o'xshashdir degandir. Oxirida qo'shimcha qilganimiz masjidga berishga odatlanish va masjid bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish rostchil iymonning alomatlaridan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Navoat sizlar birovning doim masjidga berishga odatlanganligini ko'rsanglar, uning iymonliq ekanligiga guvohlik beringlar. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarga obod qiladi. Imom Hakim rivoyat qilgan. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Doktor Majdi Ilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 7-bob. Xayrlik ishlar mavsumini g'animat bilish. Imom Muhafiz ibn Hajar rahimahulloh mundaq deydi: Alloh taolo oylarning ba'sini ba'sidan fazilat tortiq qilgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Shubhasizki, osmon va zamin yaratilgandan tortib qamariy oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12dir. Ulardan 4, ya'ni Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunohlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Tavba surasi 36-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir, ya'ni Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajj oyining 10 kunidir. Baqara surasi 197-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Baqara surasi 185-oyat. Xuddi shuningdek Alloh taolo yana kunlar va kechalarning ba'zilarini ba'zisini afzal qilgan. Masalan, Qadr kechasining 1000 oydan afzal qilgan. Sahih rivoyatga binoan Zulhajjning 10 kuni bilan qasam qildi. Alloh taolo yana har bir fazilatli mavsumda Allohga yaqinlashtiradigan bir qator toat ibodatlarni tayin qilgan. Allohning bu mavsumlarda shunday bir rahmat shamollari bo'ldiki, Alloh taolo uni o'z fazli va marhamati bilan xohlagan bandasiga udlab berdi. Saodat ahli bo'lganlar mana bu fazilatlarni, oylarni, kunlarni va vaqtlarni g'animat bilib, bu mavsumlarda tegishli ibodatlarni qilish orqali Allohga yaqin bo'ladi. Balkim ular ashundaq fursatlarda Allohning ashu rahmat shamollaridan nasibatlarini elishi va bu orqali do'zax o'ti va uningdan ig'ir azob-uqubatlardan aman qilib, abadiy saodatga erishishi mumkin. Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Rabbinglarning shunday kunlari borki, u kunda uning rahmat shamollari bo'ladi. Sizlar u rahmat shamollariga yuzlaninglar. Balkim u shamollar sizlarga yetib kelishi, shu orqali abadiy baxtsiz bo'lmasliklaringiz mumkin. Shuning uchun musulmon bu fazilatli mavsumlarni g'animat bilishi va bu mavsumlarda g'oyat zo'r tirishchilik ko'rsatishi lozim.
Bu yerde yana bir kecha gündüz içidimi fazilatli vaqtlar bar bo'lib, olimlar bu vaqtlarning sharafining ulug'ligidan ularni Allohga yuzlanish vaqtlari deb atagan. Bu yerda yana juma kuniga o'xshash alohida fazilatli kuni bor. Ramazon oylarimi boshqa oylarga qaraganda afzaldir. Bir kundagi fazilatli vaqtlar. Alloh taolo bizga buni 3 vaqtni qo'ldan bermasligimizni ta'kidlab bundoq deydi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Memnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarida Parvardigoringga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigin va hamd aytqin. Taha surasi 130-oyat. Buni yani Peygamber aleyhisselam'ı ta'kidlagan bo'lib, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Peygamber aleyhisselam ichinglardan hech kim o'z amali bilan nijot topolmaydi dedi. Kishilar: "Ey Rasululloh, senmi shundaqmi?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam: "Menmi shundaq, lekin Alloh taolo meni o'z rahmati doirasiga olgan. O'tirhallikqa yaqin bo'linglar, atiganligi, kechqurunligi va kechining oxirgi vaqtlaridan ibadet uchun foydalaninglar, normal bo'linglar, maqsadga erishsizlar" dedi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida bunday deyilgan: "Haqiqatan din osondir. Dinda qattiq yo'l tutishga bo'lmaydi. Kimki dinda qattiq yo'l tutsa, hujjatdan chiqib bo'lolmay, ishlarda yanglib qoladi. Shunlashqa o'ttiral yo'l tutinglar. Mukammallik qo'linglardan kelmasa, shuningga yaqinlashinglar. Ettigini, kechqurunligi va kechining oxirgi vaqtlaridan ibodat uchun foydalaninglar." İmam İbn Rajab rahimahulloh bunday deydi: "Hadisdagi bu 3 xil vaqt Allohga yuzlanish vaqtlarini ko'rsatadi. Bu 3 xil vaqt kechining oxiri, kunduzning avvalgi va oxirgi vaqtlaridan iboratdir. Alloh taolo bu vaqtlarni o'zining munosib tilga olgan. Atdigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin, ya'ni namoz o'qigin, Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uning sajda qil, ko'p qismida uning tasbih aytqin." İnsan suresi 25-26-oyat. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytqin, hamd aytqin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytqin. Qaf suresi 39-40-oyat. Mana bu 3 vaqt ichida 2 vaqt kunduzning avvalgi va oxirgi vaqtlari bo'lib, bu vaqtlarda havo o'xshash suviydi. Bu vaqtlarga ahamiyat berib, qo'ldan bermagan kishi jannatga kiradi. Bu vaqtlarda qildigan nafl amallarga kelsak, ular bomdoddan keyin yoki kun chiqqan qadar va asrdan keyin kun o'tirgan qadar Allohga zikr aytishdir. Bu vaqtlarda zikr tasbih aytishning fazilatli amallar jumlasidan ekanligi, shundaqla sahar va oqshom taraflarda hamda attiganlari uyqudan uyg'ongan va oqshomlari uxlaydigan vaqtlarda zikr tasbih aytishning fazilatining kattaligi haqida ko'plagan oyatlar kelgan bo'lib, salaf solihlarimiz kunduzning avvalgi vaqtlariga qaraganda oxirgi vaqtlarni ko'proq tutishga ahamiyat beradi. Şunlaşqa Abdullah ibn Mübarek bu vaqtda bizga kunduzini Allohga zikr etish bilan axlashtirgan kishiga butun kun zikr qilganning savobi berilganlik xabari yetdi degan. Sahih hadislarda bu vaqtda bunday bayonlar bor. Bomdoddan keyin zikr tasbih etish 4 qul azat qilgandan afzaldir. Asrdan keyin zikr tasbih etish bo'lsa 8 qul azat qilgandan afzaldir. İmam Ahmad rivoyat qilgan. 3-chi vaqtga kelsak, u kechining oxirgi vaqtidir. Bu vaqt amaliyotda istig'for etish vaqtidir. Alloh taolo bunday deydi: "Ular saharlarda Parvardigordan mag'firat tilaydi." Shuningdek, bu 3-chi vaqt dal Alloh taoloning bandalarining tilakini ijobat qilish, gunohkorlarning gunohini mag'firat qilish va tavba qiluvchilarning tavbasini qabul qilish uchun tushadigan ilohiy nuzul vaqti bo'lib, ba'zi rivoyatlarda arshning sahar vaqtida tarkizganligi mutlaq eminadi. Shunlashqa Tavus radhiyallohu anhu men hech kimni sahar vaqtida uxlab qolmasgan deb umid qilaman degan edi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Kechikishdan ansirgan kishi qoq saharda mangadi. Qoq saharda mangan odam manzilga yetib boradi." Kechining oxirida yo'lga chiqish dunyoning oxiratning safarini unumga qiladi. Rivoyat qilinishicha, Ashtar degan kishi tun kechida Ali radhiyallohu anhuning huzuriga kirib keldi. Bu vaqtda Ali radhiyallohu anhu namozga turib o'tdi. Ular ey mu'minlarning amiri, kunduzi ro'za tutib, kechalar ibodat qilib charchamamsan dedi. Ali radhiyallohu anhu namozini tugatib bo'lib, uning bunday degan: "Oxirat safari bakmi uzun. Shunga kechalab yo'lga chiqib, yo'lni tanlashga to'g'ri keladi." Abu Muhammad al-Farisiyning ayoli uni kecha namozga uyg'otib bunday deydi:
Qadirlikim, o'rningizdan turing. Yo'l bek uzun. Oziq-tulikimiz az. Salih kishilarning karvonlari bizning aramizda yo'lga chiqib bo'ldi. Biz orqada qoldik. Sahar vaqtlari zikr tasbih etishning muhimligi. İmam İbn Qayyim rahimahulloh sahar o'rnidan turishning muhimligi haqida to'xtalib va bizlarni bu vaqtni uyqu bilan zayi qilishda ogohlantirib bunday deydi. Olimlar bomdod namozi bilan kun chiqishi bo'lgan araliqdagi vaqt uxlashni makruh ishlar qatorida sanagan. Chunki bu vaqt to'lim g'animatli vaqt bo'lib, bu vaqtda Alloh tarafga yo'l olish nihoyat muhim ahamiyatga ega edi. Hatto ular uzun kechalarda yo'l atlanib qolsa-mu, toki kun chiqqan qadar o'ltirishni o'zlari ravo ko'ramaydi. Chunki bu vaqt kunduzning avvalgi vaqti va shu kunning ochqichi rizqlar to'kiladigan, taqsimotlar tarqatiladigan va barakat yog'adigan bo'lib, kunduz ana shu vaqtdan boshlanadi. Va kunduzning jimi hukmi ana shu vaqtdan olgan nasibi bo'yicha kesiladi. Shuning uchun nihoyat sagak turib bu vaqtni qo'ldan chiqarib o'tmaslik lozim. Bu vaqt sharafli vaqt bo'lganligi va Alloh tarafga yo'l olishda muhim ahamiyatga ega bo'lganligi uchun nurg'ulg'an hadislarda bu vaqtni ibodat bilan o'tkazishga rag'batlantirilgan. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Kimki jamoat bilan bomdod namozini o'qisa, ondan kun chiqqan qadar o'ltirib Alloh zikr tasbih etsa, ondan 2 rakat namoz o'qisa, u komil ish qilgandek va komil umr qilgandek savobga erishadi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi. Bir qatim men Shayxul Islom Ibn Taymiyyaning yanab kirgan edim. U bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin o'ltirib toki tush bo'lay degicha zikr tasbih etdi va bunday dedi. Mana bu mening atiganlik nashliqim. Navoda men buning bilan g'izolanmasam, kuchimni yo'qtiman. Fazilatli vaqtlarning siri. Ustoz Allama Valiyulloh Dehlaviy hazratlari aytadi. Dinda zarur bilinadigan ishlar qatorida bir qator noma'lum vaqtlar bor. Bu vaqtlarda ruhiyatga munosabat ishlar zamonga taqiladi va o'zgacha quvvatlar uningga jarayon etadi. Bu vaqtlardagi amallar eng tez qabul bo'ladigan va duolar ijobat bo'lgan vaqt bo'lmasi kerak. Shunlashqa bu vaqtda qilingan ozg'in amalmi o'z egasiga qulluq qilishning muhim majburiyatlaridan birini o'rindiganlik bo'lib sanaladi. Ondan o'zat yana yarim kechadan toki saharga qadar bo'lgan vaqtga qarata bir qadar misollarni bayon qilib bunday deydi. Shu vaqt va undan bir oz ilgariki va undan bir oz keyingi vaqtlarda ruhiy ishlar ishga kirishidi va ilgariki va undan bir oz keyingi vaqtlarda ruhiy ishlar ishga kirishidi va barakatlar o'zini namoyon qiladi. Shunga zamindagi har bir ummatga bu vaqtlarning amallarining maqbul bo'lishiga eng yaqin vaqtlar ekanligi bildirilgan edi. İmam Hasanul Bannaning tavsiyasi. İmam Hasanul Banna rahimahulloh bunday deydi. Birodarim, har kuni atganda bir vaqt, akşamda bir vaqt va saharda bir vaqt oldingizga fursat kelib turibdi. Siz bu vaqtlarning hammasida pak ruhingizdan samoviy olamga yuksaldirish va bu orqali dunyo va oxiratning yaxshiligini qo'lga keltirish fursatiga ega bo'la olasiz. Oldingizda itoatli amallar mavsumi, ibodat kunlari va Allohga yaqinlik ko'rsatish kechilari turibdi. Bularning hammani sizning muqaddas kitobingiz va suyimli payg'ambaringiz ko'rsatib bergan bo'lib, siz bu vaqtlarda g'aflat qiluvchilar jumlasidan emas, zikr qilib yotayotganlar jumlasidan bo'shanglar tabiqasidan emas, amal qiluvchilar qatoridan bo'lishga tirishing. Fursatni ching tuting. Vaqt o'tkir qilishga o'xshaydi. Keyinroq qilib olaman deganlarni qo'ying. Chunki insonga buningdan o'ta zararli narsa yo'q. Juma kuni mo'losul kunidir. Bir haftaga nisbatan juma kunining sharafi to'lim kattadir. Bir kunda duo ijobat bo'lgan bir vaqt borki, har birimiz bu vaqtni qo'ldan bermaslik uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi. Juma kunida bir vaqt bor. U vaqtda qandoqli bir musulmon udillashib Allohdan so'rasa, Alloh uning so'rg'inini bermay qo'ymaydi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Navaviy bunday deydi. Juma kuni kun chiqqandan tartib kun payqashi bo'lgan Allohda duo ijobat bo'lgan vaqtga udillashib qolishni umid qilgan holda butun bir kunning hammasida duo qilib chiqish mustahabdir. Chunki olimlar bu vaqtning juma kunida qaysi vaqtga to'g'ri kelganligi xususida ixtilof qilishgan bo'lib, ba'zilar bu vaqtni tong otgandan keyin va kun chiqishdan ilgari vaqt desa, ba'zilar bu vaqtni zavol vaqtidan keyin degan, yana ba'zilar bu vaqtni asrdan keyin degan bo'lsa, yana ba'zilar yuqoriqlarga o'xshamagan har xil qarashlarni o'tirib qo'yadi. İmam Ahmad bunday deydi. Duo ijobat bo'lishi umid qilingan vaqt ko'plagan hadislarda asrdan keyingi vaqt deb muayyanlashtirilgan. Shuning o'xshash Fatima radhiyallohu anhamo
asrdan keyingi vaqtga bak ahamiyat beradigan bo'lib, juma kunlari xizmatchilik kuniga qarab beqishni va kun o'tirish qarab manganda o'ziga bildirib qo'yishni buyurdi. Ondan shu vaqt kelganda toki kun to'liq o'tirgan qadar duo qilib istig'for aytib chiqatdi. Shundoq ekan, bizmi bu kunni qo'ldan bermaslikka tirishaylik. Hamda bu kunda o'zimiz uchun maxsus plan tuzib chiqaylik. Pokiz kiyingan holda balduroq masjid berib o'rin olaylik. Ays radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki juma kuni kamil g'usl qilsa, piyoda yurgan holda o'rnidan baldur qo'zg'alib xutbaning avvalgi vaqtiga ulgursa, ondan imomning oldidan o'rin olib, uning xutbasini jim o'tirgan va o'rinsiz ish qilmagan holda quloq solib anglasa, uning uyidan tortib toki masjidga kelgan qadar har bir qadam uchun bir yil ro'za tutganning va bir yil kecha ibodat qilganning savobi beriladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Ramazan oyi yaxshilik oyidir. Ramazan oyi oylarning afzalidir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Ramazan oyini gunohi mag'firat qilinmagan holda chiqib o'tgan kishi xarizor bo'lsin. Ramazan oyini gunohi mag'firat qilinmagan holda chiqib o'tgan kishi xarizor bo'lsin. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu oyda shaytonlar kishidan silinadi. Atrofni namoz, zikr va Qur'on tilovatlari qoplagan bo'ladi. Mana shunday bir muhit ichida nafsini kontrol qilish va uni Alloh yaxshi ko'radigan, u rozi bo'ladigan ishlarga yo'llantirish osonga to'xtaydi. Mana bu iymonni uyg'otish va uni kuchaytirishga muhim vositalardan biridir. Shuning uchun har birimizning bu oyning har bir daqiqalari va har bir lahzalaridan unumli foydalanish uchun muayyan plan tuzishi va bu oy uchun alohida tayyorlik ko'rishi intayin muhim. Haj va umra arasini jamlash. Sharoitimiz va ahvolimiz yer bersala Allohning baytini sayat nishonimiz qilaylik. Chunki payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Haj bilan umrni tang ado qilinglar. Chunki ikkisini tang ado qilish kambag'allikdan saqlaydi va gunohlarni xuddi tumirchining kuyikka tumirning kirin kirgizgandek ketkizib o'tadi. Xayrlik ishlar mavsumining ilib keladigan foydalari. Ahirda qo'shimcha qilganimiz shuki, yaxshilik mavsumlarining o'xshamaydigan alohida o'zgarchiligi bor bo'lib, bu alohidelik asosan uning qalbni uyg'otish, uningga hayotlik berish va uni Alloh tarafga yo'l oldirishga muhim boshlanish nuqtasi bo'lishiga aylangan. Bu oylarda iymon ko'rinarli darajada kuchaydi. Nafs itoatlik amallarni qilish odatlandi. Shuning uchun bu fursatni qo'ldan bermasligimiz lozim. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Doktor Majdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringlarda 8-bob. Ro'za tutish. Yuqorqi boblarda mu'min kishini amal qilishga undaydigan omilning iymon yoki havo-havas bo'lganligini, iymonimizni sahih tutish uchun iymonimizning quvvatini nafsimizdagi havo-havasni besib tushadigan darajaga yetkazish ve bu arqılıq əməllərimizin imanımızın tələbiga uyğun şəkildə o'ttirib chiqishini qo'lga keltirish to'g'risida so'zlab o'tgan edik. Shundaqla yana iymon tarozisini ig'riltiradigan vositalar to'g'risida mulohazalarni yurgizdik. Endi tema ro'za tutish haqida bo'lib, ro'za ibodati nafsni poklash va uningdan havo-havaslarni chiqarib tashlash jihatlarida ta'sir kuchli ibodatdir. Bu orqali iymonni kuchaytirib bo'ladi. Alloh taolo bunday degan: Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi. Ro'za ibodati Alloh yo'lida jihad qilish farz qilingan har bir ummatning Allohning qonunini ziminda hukm qilishi, tanning barliq jiddiy ehtiyojlar ustidan g'olib kelishi, xatarlik oqibatlar va tikanlar bilan to'lgan yo'lning mushaqqatlariga bardoshlik berishi va atrofini qamab turgan nafs rag'batlari va shahvatlarni yengish uchun hozirlikdir. Chunki ro'za tutish irodani tavlaydigan va bo'y bermas havo-havasni bo'y egdiradigan ibodatlar ichida eng buyukidir. Shunglashqa ro'za tangdoshsiz ibodat deb ta'riflangan. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Ro'za tutqin, uningga o'xshash yana bir ibodat yo'q. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Ro'za xatoliklarga kafaratdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kishilar o'zining oilasi, mol-mulki, nafsi, farzandi va qo'shnisi qatorliqlar haqida xatolik sodir qilib qo'ydi. Uning ro'za tutqani, namoz o'qigani, xayr ihson qilgani va yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sqani xatoliklar uchun kafarat bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan.
Ro'za tutquchiga Allohning rahmat yo'llashi va farishtalarning mag'firat talab qilishining o'zi bu ibodatning sharafining buyukligiga yetarlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Alloh va uning farishtalari sahar o'rinlaridan turib ro'za tutquchilarga rahmat yo'llaydi, mag'firat talab qiladi. Imom Ibn Ibban rivoyat qilgan. Shuningdek, ro'za ibodati do'zaxdan saqlaydigan qalqondir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Kimki Allah yo'lida bir kun ro'za tutgan, Alloh taolo u odam bilan do'zax o'tirsida osmon bilan zaminning orasida keladigan bir xandakni paydo qiladi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Shundaqla jannatga Rayhon nomli eshikdan faqat ro'za tutquchilarla kira oladigan bo'lib, ular to'liq kirib bo'lganda u eshik taqib o'tiladi. To'qliqning elib keladigan xatarlari. Miqdad ibn Ma'diya Kerb radiyallohu anhu rivoyat qilgan ise Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Odam balasining qo'rsqidimi yamanroq toshqizgan qachi yo'q. Odam balasiga hayotini saqlay olgudik bir qancha luqma kifoya qiladi. Agar ko'proq yemisi bo'lmaydigan bo'lib qolsa, qo'rsaqning 3dan 1iga taom yesin, 3dan 1iga suv ichsin, 3dan 1ini nafaslanish uchun bo'sh qo'ysin. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Abu Juhayfa radiyallohu anhu mundoq deydi: Men Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib kekirgan edim. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Tamoqni oz yegin. Dunyoda to'yib yeganlar qiyomat kuni eng och qoladiganlardir. Sheyx Hulaymi mundoq deydi: Har qanday halol taomni to'yg'icha yeb olmaslik kerak. Chunki to'yib yeyish badanni uyquga muhtoj qilib, ibodatdan to'sib qo'yadi. Taomni ochlikni bostirgudek miqdorda yeyish. Yegandimi ibodat bilan mashg'ul bo'lishda badanga kuch bo'lsin deb yeyish lozim. Ochlikning foydasi va to'qliqning ziyni. Imom G'azali Ihya'u Ulumuddin nomli asarida ochlikdan foydalanish va to'qliqning ziyonlari haqida to'xtalgan bo'lib, biz bulardan tevandagi nuqtalarni so'zlab o'tamiz. Birinchi, ochlik qalbni saflashtiradi, zihinni ochadi va farosatni o'tkirlashtiradi. Chunki to'qliq dötlükni keltirib chiqarib, yurakni og'irlashtiradi. Balki kichik bolami ko'p yeysa, aslish qobiliyati yo'qolib, zihni bulg'anadi va tushunish va idrok qilish qobiliyati aslab ketadi. Shuning uchun Luqman hakim o'g'liga mundaq nasihat qilgan edi: O'g'lim, oshqozon to'ysa tafakkur uxlaydi. Hikmat farosat kallashib, a'zolar ibodat qilishdan yaltiydi. Ikkinchi, qalbni yumishtirib so'zliklashtiradi. Buning turkisida qalbning qat'iyligi kuchayib, zikrning ta'sirini o'ziga yuqtiradi. Huzuriy qalb bilan tilda sanoqsiz zikrlar aytiladi-yu, ammo qalb buningdan lazzat ololmaydi va qalbning qattiqlashib ketganligidan go'yo o'zi bilan zikr orasida parda bordek his qilib, zikrdan keladigan ta'sirlarni qabul qila olmaydi. Junayd al-Bag'dodiy shunday aytgan: Ular o'zi bilan yurak orasida bir xolta taom esib qo'yilgandek bo'lib ketadi-da, munojatlarning alovatini his qilishni arzu qiladi. Uchinchi, ochlik tufayli kibr sunib, o'zini tuvan tutadigan bo'ladi. Haddidan eshish va Allohdan g'ofil yurishning asosi bo'lgan o'zbeshimchilik, huzur alovat va akavirlik qatorliqlar yo'qib, nafsga bo'y bermas bo'ladi va hech narsaga ochlik bergidek tan bermaydi. Yana shu chaqda u o'zining Rabbiga taslim bo'lib, uningdan qo'rqadi va uning huzurida o'zining ojiz va arzimas ekanligini ifodalagan holda turadi. To'rtinchi, ochlik gunoh ma'siyat shahvatlarini mag'lub qilib, yomonlikqa buyuruvchi nafsini o'zining hukmronlik ostiga oladi. Mana bu ochlikning eng chong foydalaridandir. Gunoh ma'siyatlar va shahvat quvvatlarining asosiy manbasi yemak-ichmakdir. Yemak-ichmak ozlagan sari shahvat quvvatimi ojizlab mangadi. Jimi baxt saodatlar kishining o'z nafsini kontrolga olishi va nafsining o'ziga ega bo'lishiga rahimsizlarcha taqobil turishidan kelgandir. Shunlashqa Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin paydo bo'lgan tunji ish to'qliq bo'ldi. Ba'zilar qo'rsuq to'ygan sari nafslarini bu dunyoga otib o'tishdi. Ochlikning aqalli foydasi shuki, u jinsiy shahvatni va ig'il shahvatlarni besiqtiradi. Chunki qo'rsuq och kishi shahvatmi, ortiq gap so'zlarmi gap kirgizilmaydi. Shuning bilan u g'aybat shikoyat, yomon gap so'z, yolg'onchilik, tuhmatxo'rlik qatorliq tildan keladigan ofatlardan saqlanib qoladi. Demak, ochlik yuqorqidagi gunohlarning hammasidan to'sib qoladi. Jinsiy shahvatga kelsak, uning kutilmagan ozdirishlardan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Ochlik uning sharridan saqlab qolishda yetarlidir. Kishi to'qliq ichida yursa, avratiga ega bo'la olmaydi.
Uni taqvoliq cheklab turgan taqdirdami, ko'zini boshqara olmay qoladi. Ko'zmi xuddi avrat zina qilgandek zina qiladi. Agar u ko'zini haromdan saqlay oldi degan taqdirdami, o'ylashdan o'zini tuta olmaydi. Shuning bilan uning kallasiga har xil bo'lmug'ur xayollar kirib oladi. Nafsning shahvat keltiradigan narsalarni xayol qilishi bandaning munojatini bulg'ashga sababchi bo'ladi. Ba'zida nafs ashundoq bo'lmug'ur xayollarni namoz ishidimi kishining ko'ngliga selib avara qilishi mumkin. 5. Uyquni qochiradi. To'ygan kishining va to'yib yeb ichgan kishining uyqusimi ig'ir bo'ladi. Ko'p uxlash umrni zoya qilib o'tadi. Tahajjudni qo'ldan ketkizadi. Zihnni dodlashtirib, qalbni qasovatlashtirib o'tadi. Umr javharlar ichida eng qimmatli narsadir. Bandaning sarmoyasi umrdir. Banda umr bo'lg'achqa ilm birim qila oladi. Uyqu o'limdir. Uyquning ko'p bo'lishi bir tarafdan umrni qisqartsa, yana bir tarafdan tahajjud namozining fazilatidan mahrum qo'yadi. Uyquda buningdan ko'p ziyonlar bor. 6. Az yeyish badanning sog'lomligini oshirib, kasallarni chiqarib tashlaydi. Kasal bo'lishning asosiy sabablaridan biri ko'p yeyishdir. Yana kelib, kasal odamni ibodatdan qo'yadi. Qalbni tashvishga solib, zikr qilishdan va tafakkur yurgizishdan cheklab qo'yadi. Turmushni ko'ngilsizlashtirib, kishini dori yeyishga va doktorga muhtoj qiladi. Tomoqni az yeyishda yo'qliqlarning hammasidan saqlanib bo'ladi. 7. Terimni azaytadi. Chunki az yeb ko'ngan kishiga ehtiyojdan chiqqidek pul-puchak kifoya qiladi. To'yg'icha yeb ko'ngan kishi davomli qo'rsoq qilmadi yuradi. Ömer radhiyallohu anhu bir kuni xutba so'zlab bundoq degan: "Qo'rsoqni to'ydirishdan saqlaninglar, chunki bek to'yib yeyish namozga o'rin qilib qo'yadi. Tanga og'riq olib keladi. Normal quvvat to'liqlashga ahamiyat beringlar, chunki u kibrdan yiroq qiladi, badanni sog'lom qiladi va ibodatga quvvat qo'shadi. Kishi shahvatini dindan a'lo bilmaganlar bo'lsa, hargiz halok bo'lmaydi." Fuzayl ibn Iyaz bundoq deydi: "Ikki ish qalbni qasovatlashtiradi. Ular ko'p gap qilish va ko'p yeyishdir." Luqman hakim o'g'liga bundoq nasihat qilgan ekan: "O'g'lim, nima yesang to'yib yemagin. Ortiq tomoqni o'zing yevatganingdan itiq tashlab berganing yaxshi." Abdulvahid ibn Zayd rahimahulloh bundoq deydi: "Qo'rsqini tizginlagan kishining dini va axloqi kamil bo'ladi. Qo'rsq tarafidan diniga ziyon yetadiganligini bilmagan kishi obidlar orasidagi amadir." Yemek içmekte o'ttirhallik cheki. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahulloh bundoq deydi: "Saidlar orasida oz yeyishda va ochliqqa bardoshlik berishda ziyoda oshirib o'tganlar bor. Yemekdagi o'ttirhallik cheki tomoqqa ozroq ishtaha oshirib qo'yishdir. Eng o'ttirhal chek payg'ambar alayhissalomning qo'rsoqning 3dan 1ga taom yesin, 3dan 1ga suv ichsin va 3dan 1ini nafaslanish uchun bo'sh qo'ysin degan so'zidir." Normal tomoq yeyish badanni sog'lom qiladi va kasalni yo'qotadi. Normal yeyish deganimiz tomoqqa ishtahasi bor turib yeyishdan to'xtayolishni ko'rsatadi. Halbuki nihoyat oz yeyishdan odatlanish quvvatni tuvaltadigan bo'lib, ba'zilar tomoq ozlab ketganlikdan ojizlab, farz namozni ado qila oladigan aloq tushib qoladi va bu nadonlar chiqilqini fazilatli amal deb o'ylab qoladi. Halbuki ish bunday emas. Növbətdə açlıqni maqtavatqanlar bolsa, biz tilga olgan aşı normal odatni ko'z tutib madiylaganlardir. Qo'rsoqning shahvatini besiqtirish usuliga kelsak, odatda to'yib yeb ko'nib qolganlar vaqtning o'tishi bilan tadrijiy holda tomqini azaytib normal chek elib borsa bo'ladi. Ishlarning yaxshisi o'ttirhal bo'lganidir. Eng yaxshisi ibodatdan mahrum qilmaydigan o'lchamda yegan tuzuk. Buningda badanni sog'lom bo'ladi, himmatni kuchaydi va tafakkurni suzuklashadi. Ko'p yeydiganlar ko'p uxlaydigan bo'lib qoladi va zehni dardlashadi. Bundoq bo'lishida o'rning dimoq qismiga ko'proq joylashib olganligi sabab bo'lgan bo'lib, bu kishining tafakkur markazini esga elib xotirlaydigan o'rnini to'sib oladi. Oxirida har xil kasalliklarga giriftor bo'lishni keltirib chiqaradi. Yo'lning yaxshisi Rasulullohning yo'lidir. Ibn Rajab Hanbali rahimahulloh bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom nafsining haqqini bilishda o'ttiral edi va o'ziga nihoyat adil muomala qiladi. Bir kun ro'za tutsa, bir kun eg'zi ochiq yuradi. Kechalari qiyomda turadi ham uxlaydi. Xotinini oladi. Tatliq turum, asal, to'qi go'shi qatorliqlarga o'xshash pok yemeklarni yeydi. Ba'zi och qolib qo'rsqoq tashdan olgan chog'larim bo'lgan edi. Bu vaqtlarda u mundaq deydi:
Bana Rabbim Mekke'nin sayılıqını altın bilen toldurup vermekçi boldu. Amma men, ey Rabbim, undaq qılmağın. Men bir gün aç, bir gün toq yüksem küfaya. Aç qalğan vaqtlarımda sana texim yüzünüp seni yad etimen. Toyğan vaqtlarımda bolsa sana əmdə etimen və bergeninge şükür qılaman. Peygamber aleyhisselam mana mushundaq shukri, sabr va razıq maqamlar arasini jamlash uchun o'ziga eng yaxshi bo'lganini tanlagan edi. Xulos shuki, nafs hamisha haddidan eshib turadi. U to'ygan siri ziminga o'zini xo'jayin sanaydi. Uning bu nizomini ochliq quroldan bekrak buzalaydigan kuchli qurol yo'qdir. Bizden talab qilindigini olimlarimiz yuqori deb o'tganidek, ashu ayiblangichi to'qliq darajasiga berib olmasligimiz va nafsimizni yana maslab kontrollik ishida tutishimiz uchun ochliq qurolni har vaqt ishga solib turishimizdir. Shuning uchun har haftaning dushanba va payshanba kunlari ro'za tutishni uzmay davom qilish mustahab hisoblanadigan bo'lib, xuddi Oysha radhiyallohu anha va Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu qatorliqlar rivoyat qilganidek, Payg'ambar alayhissalom bu 2 kunda ro'za tutishni qo'ldan bermaydi. Bu 2 kunda alohida sabablar tufayli ro'za tutish imkoniyatini topolmaganlar bo'lsa, har oyda 3 kun ro'za tutishmi bo'ladi. Chunki Alloh taolo har bir yaxshilikqa 10 hisob beradigan bo'lib, har oyda 3 kun ro'za tutish xuddi bir oy uzmay to'liq ro'za tutganga barobardir. Payg'ambar alayhissalom o'zini har oyda 3 kun ro'za tutgan va boshqalarni shunday qilishga rag'batlantirgan edi. Masalan, İmam Buxoriy va İmam Muslimlar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana do'stim Muhammad alayhissalom mundaq 3 turlik ishni vafot bo'lganimga qadar tark etmasligimni tavsiya qildi. Ular har oyda 3 kun ro'za tutish, chashga namoz o'qish va vitr o'qib uxlash qatorliqlardan iborat. Har oyda 3 kun ro'za tutish, chashga namoz o'qish ve vitr o'qib uxlash qatorliqlardan iborat. Mana bu muborak kunlarni qo'ldan bermaslik bilan birga Arafat kunida, Muharram oyining 9-chi, 10-chi kunlarida va Shavval oyining 6 kunida, shundaqla Sha'ban oyida va Zulhijjaning 10-chi kunida ro'za tutishni unutib qolmasligimiz kerak albatta. Bismillah va alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 9. bab. Ruhi terbiyeye ait eserlerini yandan ayırmaslık. Qalb uyqusidan uyg'ongan va g'aflatidan sagaklaşgan vaqtda atrofiga nazar silishga boshlaydi. Ondan o'zining uzun mezgillik uyqusi natijasida tartgan ziyonlarni his qilishga boshlaydi-da, qo'ldan ketgan narsalarning o'rnini to'ldirishga urinadi. Mana bu uyg'onishdan iborat sagaklik va Alloh tarafga yo'l elish qadamini boshlash mezgillarida navbatda ma'mosi bo'lgan yo'lning xarakterini tunishtiradigan, hamda bu yo'lda duch keladigan har xil yomon oqibat va egir to'qayliqlardan xabardor qiladigan va bulardan qanday salomat o'tib ketgil bo'lganligini ko'rsatib beradigan bir yo'l xaritasiga jiddiy ehtiyojimiz tushdi. Gerçi Qur'on Karimda bu yo'lning tabiati haqida tafsiliy ma'lumotlar bo'lsa-mu, biz yanada oldinqilarning tajribalaridan unumli foydalanishimiz uchun bir qator asarlarni yandan ayirmasligimiz lozim. Halbuki ruhiy tarbiya fiqhisi haqida to'xtalgan asarlar ko'p bo'lsa-mu, ammo u asarlarning ko'p qismi tasavvufchilarning qarashlari egilagan va Qur'on va sunnatdan iborat sap manbada yiroq yo'shilin tilsim iboralarni o'z ichiga olishdan xoli bo'lolmagan. Bu vaqtdagi asarlarning ko'pi paklanish, zinnatlanishning oldida turadi, shuar asl yo'l tutgan bo'lib, buning ma'nosi Alloh tarafga atlangan kishining ishonch, tavakkul qilish, shukr aytish, sabr qilish, zoitlik qatorliq bir qator Allohga qulchilik qilish bilan o'zini bezashdan avval qalbga o'rnab qolgan ma'naviy kasallardan paklanish kerak deganlik edi. Amaliyotda bu yo'l mushaqqati ig'ir bo'lishiga qaramay, unumi to'van bir yo'ldir. Bende özünü her qatim tekşirgeninden nefside bir talay afet ve eyip noksalarının barlıqını görüldü. Ve her qatim bu kesellerden birinden xalas bulay dep dursa, ikincisi oturğa çıkıldı. Neticede birer gün bolsumu özünün bütün eyip noksalardan tuluq qutulduğum diyelme ötüp getidi. Bu xil eserler karşısında yeni bir qatar eserler mevcut. Ular ruhunu paklaşta Peygamber yolunu ve Kur'an-ı Kerim'nin talay orunlarda işaret kılıp ötken görsatmelerini asas kılgan. Bu xil eserler iman nuru qalb kechirgan vaqtda u o'zining qarim-qarshisi bo'lgan qarang'uliq, havo heves va kasallik qatorliqlarni ko'ydirib tashlaydi va butun kuchi bilan iman egisini bu xil batil shaylardan qutuldiradi degan prinsip bo'yicha yo'l tutgan bo'lib, bu metod ahlining shuari Alloh taolaning muno so'zidir. Biz haq orqali batilga hujum qilamiz.
Haq batılını yoqtudu. Batıl agahan yoquludu. Enbiya suresi 18. ayet. Demek haqiqat qalbga kirganida batılni qalbdan siqib chiqaradi. Haqiqat yani islom keldi. Batıl yani kufr yo'qoldi. Batıl haqiqatan o'ngay yo'qoladi. Bu türdekiler içinde İmam İbn Qayyim ve İbnül Cevzi, İbn Recep Enbeli ve Şeyhül İslam İbn Teymiye qatarlıq imamlar yazgan eserler var bulup, bu eserler içinde İmam İbn Qayyim'nin Medaricus Salikin namlı eseri aldın korunturdu. İmam İbn Qayyim'nin bu kitabı tevendikidek arşıklar bilen başka kitaplardan Allah'ı peraklanıttırdı. Birinci, oldu bilen ushbu kitapning avtori ilmda, taqvolikda va salaf solihlarning yo'lini tutmoqda pishib yetilgan biri bo'lish bilan mashhurdir. Ikkinchi, Ibn Qayyim rahimahulloh suluk ilmi, ya'ni ruhiy tarbiya ilmida yetuk kishi bo'lib, uning yozganlarini o'qigan kishi go'yo Ibn Qayyim o'qirmanning ko'rgan va boshdan o'tkazganlarini so'zlab berayotgandek tuyg'u keltirib qo'ydi. Nima degan bilan ming anglagandan bir ko'rgan a'lodir. Uchinchi, İmam İbn Qayyim'nin bu emgiki o'xshamagan madaniyatlarning ta'siriga uchragan bir qism kishilar tarafidan ruhiy tarbiya ilmiy sohasiga singdirib o'tgan Qur'on va sunnatga muxolif qarashlarni tasqash va saplashtirish bilan alohida farqlanadigan bo'lib, İmam İbn Qayyim bu asrda ruhni poklash xususida Qur'on va sunnat yo'lini tutib mangan. İmam İbn Qayyim rahimahulloh ruhni poklash to'g'riliq mundaq deydi. Bilginki la ilaha illalloh kalimasining nuri gunoh ma'siyatning qara bulutlari va uning tomonlarini tarmar qilg'uchi bo'lib, bu xil ahvol ashu nurning kuchlik yoki ojizligiga barxil bo'ladi. Ushbu kalimaning nuri qanchalik kuchaysa, shubihlar va nafs shahvatlarmi shunchalik kuyib tugashib qarab manadi. Hatto shunda qolib keladiki, qandaqli bir shubiha yoki shahvat va yoki gunohga yo'liqmasin, uni darhol kuydirib o'tadi. Mana bu Allohga hech narsani shirik qilmasdan iymoni sariq bo'lgan kishining ahvolidir. Bu nurga qandaqlı bir günah yoki shahvat va yoki shubha yiqilishiman desa, u har qandaqini ko'ytirib tashlaydi. Chunki iymon osmoni uning go'zalligiga bulg'unchilik qiluvchi har qandaq o'g'riga qarshi yo'lchilar bilan muofiqlik qilingan bo'lib, bu o'g'ri faqat insonda bo'lish tegishli mag'rurlik va g'aflatdan iborat bu ikki narsa bor ahvoldala ondan iymon osmoniga hujum qilish betini olaydi. Eğer u oyg'oq vaqtida o'zining nimalarni o'g'riga berib qo'yganini bilsa, o'g'ri olgan narsani uningdan qaytarib oladi va yoki qaytarib olish yo'lida nechcha g'animatni bizga qo'lga keltirib oladi. U mana shundaq hamisha jinlardan va insonlardan tashkil qilgan o'g'rilar orasida bo'lib, uning ahvoli xuddi o'ziga mansub boylik xazinasining eshigini ochib qo'yib, eshigiga orqasini qo'yib turgan kishining ahvoliga o'xshaydi. Sahabelarda yüz bergen işlerine dikkat kılgan her qanday kişi İmam İbn Qayyim'nin yolunun sahabeler tutup mangan ve bu arkalık Allah'a bağlanışta yüksek çokulara yetken yolunun bel öz ihkerlikini gördü. Şundakla bu yana Kur'an-ı Kerim takviye yol bulup Allah Teala mındak deydi. Allah asmandan yağmur yağdırdı. Yağmur suyu cılgılarda lık aktı. Kelkin su özünün üstü köpüklerini leyiltip aktı. Kişilerinin zinnet buyumlarının yoki asbab yasash uchun o'tqa selib eritgan madallarning mo, ya'ni köpükmi xuddi kelkin suvning köpükka o'xshash foydasizdir. Alloh haq bilan botilni bu misol bilan ana shunday bayon qiladi. Köpük bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminni qilib qoladi. Alloh misollarni ana shunday bayon qiladi. Ra'd surasi 17-oyat. Halbuki sahabelerden ularning öz nefslerideki afet noktalarını tekşirip duruşu talep qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo ular o'zlariga oshkora bo'lgan nafs afetler bilan yuzlashatdi va o'zlarining sog'lom tabiatiga mos kelmaydigan har qanday ayblarni davolab saqaytatdi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bo'yniga bir tulum suv esib olganligini ko'rganimda uningga: "Ey mu'minlarning amri, sana bundaq qilish yarashmaydi ekan" degan edim. U bunday javob bergan edi: "Her qatim elçiler bana boysungan ve itaat qilgan oldi kelganida nafsimni bir mag'rurlikning tupurlayotganligini his qilaman. Shunga men bu mag'rurlikni sundirib tashlash niyat qilib, shunday qilib oldim." Bir sahih hadisda Abu Zar radhiyallohu anhuning Bilal radhiyallohu anhuning qaratanlik ekanligini eg'izg'ilib haqorat qilganligi, ondan qilmishga pushaymon qilib o'zini yerga otgan va qasam qilgan holda Bilal mang'zimga oyg'i bilan destimikcha beshini hargiz ko'tarmayman deganligi. Bilal radhiyallohu anhu shunday qilganda ondan beshini ko'targanligi tilga olinadi. Bir kishi Umar ibn Abdul Azizga qandoq chaqib so'zlashini to'g'ri deganida u sukut qilishga ishtiyoq bog'langanida deb javob bergan.
Ondan o kishi unda qanday vaqt sukut qilaman deb so'raganida u so'zlashga ishtahyong tutib ketganda deb javob bergan. U zot navoda biror maktub yozsa-mu, maktubida biror cho'nchilik his qilinishdan ansirab, o'zini mo'no so'z bilan tizgilab turardi. Ey Alloh, nafsimning yomonligidan sana sığınıp panoh tilayman. İbn Qayyim rahimahulloh mana bu xil muomalani muayyanlashtirib mundaq deydi. Bilginki, inson tabiatiga eng og'ir keladigan ish o'z tabiatiga singib ketgan xuluq mijozni o'zgartirishdir. Jafoliq riyozat va mushaqqatli urinishlar orqali nafsni tarbiyalagichilar bu haqda zo'r tirishchiliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin ularning ko'pi bu yo'lda g'alaba qila olmagan edi. Ondan u yana mundaq deydi. Men bu masala xususida ba'zi mashayikhlardan so'ragan edim. Ular menga dediki, nafsning ofatlari yo'lovchining yo'lg'iz to'salg'i bo'lguchi chayallarga o'xshaydi. Yo'lovchi yo'lini bu ziyandoshlarni bir tekshirish va ularni o'ldirish bilan avar bo'laman desa, yo'ldan qoladi-da safar qilish mumkin bo'lmas holga kelib qoladi. Shuningdek, sen safardan qolmaslik uchun ziyandoshlar bilan naflashib yurmasdan, ulardan yuz o'rgan holda yo'lini izchil davomlashtirgin. Agar ular seni yo'ldan qo'yg'idek bo'lib, sen hujum qilaman desa, ondan ularni o'ldirgin. Orqada yana yo'lingga davom etgin. Haqiqatan insondagi turli sifatlar bekordan bekor yaratilib qolgan emas. Balki ular gulnimi, tikannimi, mevlik daraxtnimi, mevsiz daraxtnimi sug'urib turadigan suvning o'rnida, shundaqla ular qashlishi va javharlar atrofiga o'ralgan sadaflarning o'rnidadir. Shuningdek, payg'ambar alayhissalom Abu Dujananing qo'shinlar orasidan g'adib mingatqilqini ko'rganda mundaq degan. Mana bu Alloh nafratlanadigan minishdir. Ammo bu o'rinda mundaq yurish uningdan mustasno. Sen ayıpnishlik ishlik bu sifatning qandoq bo'lib ibodatga aylanganligi va qandoq bo'lib bo'lmaydigan ishning bo'ldigan ishga o'zgarib qolganligiga qaragin. Riyozat ahli va riyozat, tirishchilik va xilvat yo'llari orqali o'zini tarbiyalagichilar ogoh bo'lishi kerakki, ularni ofatlar, shubihlar va ozg'unliklar kutib ketmoqda. Shubhsizki, nafslarni poklash ishi payg'ambarlarga topshirilgan bo'lib, Alloh ularni nafsini tarbiyalash vazifasi uchun avatgan va ularni bu vazifaning egasi qilgan. Hamda xuluq va ilhom uchun emas, balki da'vat qilish, ta'lim berish, bayon qilish va yetaklash ishlarining hammasini ularning qo'liga topshirgan. Ular ummatning nafsini tarbiyalash uchun avatilgan elchilar edi. Alloh ummatlarga ya'ni yezishni va o'qishni bilmaydigan arablarga ularning ishidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradi. Ularni gunohlardan pok qiladi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Garchi ular ilgari ochiq gunohda bo'lsa-mu. Juma surasi 2-oyat. Nefsini paklash ishi badandagi kasallarni davolashdan bakrak mushkul va qiyin ishdir. Nefsini payg'ambar ko'rsatgan yo'lning aksi riyozat qilish, tirishchilik qilish va xilvat qatorliqlar orqali paklamoqchi bo'lgan kishi o'zini o'z me'nisi davolamoqchi bo'lgan bemorga o'xshaydi. Doktorning bilimi oldida uning xohishi nimaga arzirsin? Demakki, payg'ambarlar qalb doktorlaridir. Qalbni faqat payg'ambarlar yo'li, ularning ko'rsatmasi va ularga bo'ysunish, agish orqali paklash va isloh qilish mumkindir. Bularga qarata Ibn Qayyim yana har xil ofatlar bilan muomala qilish haqida bir qator qarashlarni o'tirib qo'ydi. Halbuki biz Ibn Qayyim qo'llangan bu usullarga zid yozilgan bir qator asarlarimiz mavjud. Bu asarlar o'z o'qirmanlaridan dunyodan butunlay voz kechish, qalblardan dunyoni bo'shash uchun mol-mulkka qat'iy ega bo'lmaslik, hamda boshqa yo'llarni rad qilish va nafslarni bo'y egdirish uchun boshqalardan so'rab yeyish qatorliq bir talay ishlarni talab qiladi. Mana bu Sheyx Muhammad G'azali rahimahulloh xorliq uchun mashq qilish deb atagan narsadir. U mundaq deydi. Ular o'z agish kuchlarini past yo'llar orqali kamtar qilib tarbiyalamoqchi bo'lgan bo'lib, ular toki nafslari sunug'anga va boshlari tuvan bo'lgan qadar ko'pchilikning o'zlariga oyoq etishini va ularning buni o'zlariga qarata davomlashtirishni o'zlari uchun vazifa qilishgan. Endi bu orqali o'zlarini Allohga haqiqiy ibodat qilish shartiga noil bo'lg'uchilar qilib hisoblashgan edi. Halbuki ular o'zlarini insonlarga qul qilib saylab berayotganligini his qilishmagan edi. Amaliyotda bu xil yerginishlik ishlar o'zlarining mavjudligini, ummatning xorzabulligi va ummat avlodlarining qalbidagi izzat hurmat tuyg'usini o'ltirish asosida qurmoqchi bo'layotgan muslimlikchilarning orzularidan edi. Sog'lom e'tiqod.
İmam İbn Qayyim'nin Medaricus Salikin namlı kitabının alaylıklarından yana biri, bu əsərdə İslam aqidesi şək aqidelerden xali, xuddi sələf salihlər aqidesidek sap ve süzük şekilde bayan kılınған bulup, biz bu kadar sap aqideden asaslanğan kitaplarını nahayet az uçurtdumuz. Köpünç halda bu vaqtda yazılgan başqa əsərlərdə məsələlərin hər xil tılsım işarətlərə, şişkə, ilhamğa və ruhi keşiflərə bağlab izahlanğanlığını görürüz. İbn Qayyim rahimehullah mındaq deydi. Ularda özlərə xas zövq, tuyğu, hisslar hem de şəriət hökmüne zid hər xil oxuşluqlar var. Bular inkar qilish mümkün olmaydigan əməliyyat bo'lib, ular bu səbəblik zahiri əhkamlarını tərk etişidir. Bu xil işlər ularda bek köp uçraydı. O kitap yana Əhl-i Sünnət və Cəmaa aqidəsiga muxalif yol tutadigan qadariylər, cəbriylər və vahdatul vücudçilərə oxşayan nurgun firqalarga radiya bergan bo'lib, gerçi bu firqalar allaqachon tarixda dafn qilingan bo'lsa-mu, ammo kunimizda bu firqalarning ta'sirini ancha-muncha bo'lsa-mu uchratmay qolmaymiz. Şuna küllərdən birində şeytanğa yol açılıb qalmaslık üçün bolsa-mu, bu firqalarning iddialardan qoğulmuş intayin mühim. Kitapni bu noktadan mı yüksek qiymatga ega deyishga bo'ladi. To'g'ri tushuncha va avvallik fiqhisi. İbn Qayyim rahimehullah kitabida vacib amallarga tangpungsiz muomala qilish, ibodatlar ara muvozanat qurmaslik va o'ttirhol bo'lmaslik qatorliqlarga qarata alohida eskartishlarni bergan. Afzal ibodatlarning to'g'ri o'lchimini bayon qilgan va nafsini isloh qilish, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish va kishilarning g'oyasini ravo qilish uchun tirishchilik ko'rsatish qatorliq ibodatlarni tark etishga bo'lmaydiganligi haqida qattiq ogohlantirish bergan. İbn Qayyim rahimehullah bu xususda munolarni aytadi. Ihson ahli bo'lganlar eng afzal va manfaatli ibodat yo'lini va ta'sir etishga eng munosib va eng haqli yo'lni tutganlar bo'lib, ular 4 turga bo'linadi. Birinchi turdagilar ularning nazarida nafsga eng mushaqqatlik va eng qiyin keladigan ibodatlar eng manfaatli va eng afzal ibodat bo'lib sanaladi. Ular nafsga jabr zulm qilib turib, bu yo'l tirishchilik ko'rsatkichilar. Ikkinchi turdagilar ular pinhonlik, dunyoga ko'z solmaslik va mumkin qadar dunyodan oz bahralanish, dunyoga ko'ngil bo'lmaslik va dunyodagi har qanday narsaga ko'z qadam solmaslik qatorliqlarni eng afzal ibodat deb qaraydi. Bu turdagilar ikki qismga ayrilgan. Ular orasidagi avom martabadagilar yuqorqidek bo'lishni birdan-bir nishon deb o'ylashadi. Shuning bilan ular yuqorqidek bo'lishga bel bog'lab, shu bo'yicha amal qilishadi va kishilarni o'zlaridek bo'lishga da'vat qiladi. Ular bu g'oyasini ilm va ibodatlardan afzal bilib, dunyoga berilmaslikni har ibodatning g'oyasi va asosi deb qarashadi. Ikkinchi qismdagilarga, ya'ni ularning xos martabadagilarga kelsak, ular yuqorqilarning nishon emas, balki vosita deb qarashadi. Ular bundaq yo'l tutishimizdagi asli maqsad qalbni Allohga bo'y egdirish, irodani Allohga mustahkam qilish, qalbni Alloh sevgisi uchun hozirlash va uni Allohga o'zlantirish, Allohga tavakkul qilish va uning roziligini ko'zlash, qalb va til bilan zikr qilishni davomlashtirish, qalbni bo'ladigan va uni parchalaydigan har qanday narsani tark etib, Allohni o'ylashni iborat deb qaraydiganlardir. Uchinchi turdagilar, ular manfaati uzilmay turgan ibodatni eng manfaatli ve afzal ibodat deb qaraydi. Shuning bilan ular faqat miskinlarga xizmat qilish, insonlarga manfaat yetgan ishlar bilan mashg'ul bo'lish, ularning oshini ravo qilib qo'yish, ularga pul meli, inovati va foydali ishlar orqali yordam bo'lish qatorliqlarni eng afzal ibodat deb bilgan. Hamda mush yo'lni ching tutib amal qilishga kirishgan. Ular ibodat egisi o'lib ketsa, amal to'xtab qoladi, ammo komil manfaat ishlarni qilg'uchining amalining savobi uzilmaydi deganni dalil sifatida o'tirib qo'yishgan. Shunday ular yana payg'ambarlar bandalarga ihson qilish, ularni hidoyatga boshlash, ularni dunyolik va oxiratlik ishlarda manfaati bo'ladigan ishlarga boshlab qo'yish uchun avatilgan. Hargizmi xilvat tutirib olish, kishilardan ayrilib va ulardan qochib yashashni tashabbus qilish uchun avatilmagan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom ibodat bilan mashg'ul bo'lib, kishilar bilan aralashib yashashni tark etmoqchi bo'lishga iliqi 3 nafar kishini qattiq ayblagan edi. degan dalillarni ijob qilishgan. 4-turdagilar shu vaqtning taqozosida nima qilish va nima majburiyatlarni o'tash Allohni rozi qilish, shu amalni qilishni eng afzal ibodat deb qaraydi. Masalan, ularning qarshida jihad vaqtida kecha namozlarini va kunduz ro'zalarini tark qilib bo'lsa-mu, hatto amin vaqtlarda to'liq o'qigan farz namozlarni qisqartib bo'lsa-mu, jihad qilish eng afzal.
Mehmon kelib qolganda uning haqqini bajo keltirish, mustahab ishlarni bir chetga qo'yib mehmon bilan bo'lish, shunaqla ayoli va bolasining haqqiga rioya qilish eng afzal. Sahar vaqtlarida namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish, duo, zikr, tasbih va istighfar etish bilan mashg'ul bo'lish eng afzal. O'quvchi bilmagan yerini so'raganda uningga ta'lim berish, bilmaganga bildirib qo'yish va uningga ta'lim berish bilan mashg'ul bo'lish eng afzal. Azan vaqtlarida o'qiydigan zikrni qo'yib, muazzinning deganlariga javob berish eng afzal. 5 vaqt namoz vaqtida mukammal ado qilish, 5 vaqt namozni vaqtida mukammal ado qilishni tavsiya qilish, namozlarni avval vaqtida ado qilishga oldirash, agarda masjid yiroq bo'lsa, baldurroq uydan chiqish qatorliqlar eng afzal. Inovatga yoki jismoniy yordamga va yoki pul molga zarur ehtiyojlar uchraganda ularga yordam berish, ularning hojatidan chiqish va uni o'zining kundalik vazifalari hamda xilvatdagi amallardan a'lo bilish qatorliqlar eng afzal. Qur'on o'qiyotgan vaqtlarda go'yo Alloh o'ziga xitob qilayotgandek tuyg'uda bo'lish, o'qiganni tafakkur qilish va uni tushunishga tirishish eng afzal. Shundoq bo'lganda qalbni Qur'onni tushunishga, uni tafakkur qilishga va Qur'onning amr-farmonlarini qonning yo'liqida bekrak bajo keltirishga bog'liq bo'ladi. Arafatda turgan vaqtlarda bo'lsa, o'ziga qiyin bo'lgan ro'zani qo'yib, Allohga bekrak ibodat qilishga, duo qilishga va zikr tasbih etishga tirishish eng afzal. Zulhijjaning 10 kunini ko'p ibodat qilish, bo'libmi takbir, tahlil va hamdu sanolarni ko'paytirish qatorliqlar muayyanlashmagan jihatga tayyorlik qilishdan afzal. Ramazonning oxirgi 10 kunida masjidni so'ng tutish, kishilar bilan aralashish va ular bilan mashg'ul bo'lishni to'xtatib, masjidda etkafda o'tirish eng afzal. Ko'plagan olimlarning qarshida yuqorqi amallar boshqalarga ilm o'rgatish, ularga Qur'ondan ta'lim berish qatorliq ibodatlardan afzal. Musulmon qarinishi og'rib qolganda uni yo'qlash, agar o'lib ketgan bo'lsa jinozasiga qatnashish va dafn qilish eng afzal. Boshqa kulfat tushganda yoki kishilardan azor yeganda ular bilan yashab, ulardan qochmay sabr qilish majburiyatini ado qilish eng afzal. Chunki kishilarning aziyatiga sabr qilib turib, ular bilan aralashadigan mu'min insonlar bilan aralashmaydigan va ulardan aziyat yemay yashaydigan mu'mindan afzaldir. Kishilar bilan yaxshilik ishida aralashib yashash, yaxshilik ishida ulardan ayirib yashagandan afzal. Ulardan yomonlik sababli ayrilib yashash, ular bilan yomonlik ishida aralashib yashagandan afzal. Allohning roziligini a'lo bilish, kerak bo'lgan har qanday vaqt va har qanday sharoitda Alloh roziligini a'lo bilish va shu vaqtning majburiyatlari va vazifalari va taqozzolarini bajo keltirish bilan mashg'ul bo'lish afzaldir. Mana bu turdikilar mutlaq ibodat ahlidir. Qolgan 3 turdikilar qaydlik ibodat ahli bo'lib, ular Allohga bir xil yo'nalishda ibodat qiladi. Ulardan biri o'zi qaydlangan ibodat turi doirasidan chiqqudek bo'lsa, yoki shu turdan ayrilib qolsa, o'zini xatolik sodir qilgan va ibodatni tark etganlar qatorida sanaydi. Ammo mutlaq ibodat ahlining bir ibodatni o'ziga ibodatdan a'lo bildigan muayyan g'arizi bo'lmaydi. Balki u ibodat manzilida baldoq almashib turadi. Har qatim bir manzilga yetganda, ikkinchi manzilga qarab o'rgilab amal qilishga boshlaydi va yana bir manzilga ulashgan qadar ijtihod qiladi. Mana bu mutlaq ibodat ahlining yo'lini oxirlashga davomlashtirish odatidir. Navoda sen olimlarni ko'rsang, mutlaq ibodat ahlining ularning yanada ekanligini ko'rsan. Navoda solih amal qiluvchi siddiqlarni ko'rsang, mutlaq ibodat ahlini ularning huzurida ko'rasan. Qur'on to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Ibn Qayyim rahimahulloh yana Alloh tarafga boradigan amin yo'lning Qur'onda ro'shan bayon qilinganligini ta'kidlab bunday deydi. Bilginki, Allohdan qo'rqish orqali taqvolikni, Allohdan yordam talab qilishni, xomxayollardan yiroq turishni qo'lga keltirgili bo'ladi. Iymon quvvati zohirga yetkazadi. Ma'rifat muhabbatni, qo'rqish va umidlanishni hosil qiladi. Qanoat rozilikni, zikr qalb hayotlikni hosil qiladi. Bularning hammasiga ega bo'lishning 2 xil yo'li bor. Ulardan biri qalbni dunyo vatanidan ko'chirib, oxirat yurtiga yerlashtirish. Ondan buning hammasini Qur'on ma'nolariga, uning bayonlari va ko'rsatmalariga yuzlantirish. Shundaqla uning nima uchun nozil qilinganligini tafakkur qilishdir. Bu orqali Qur'on oyatlaridan har bir oyatdagi nisbangni va ulushini olasan-da, uni qalbingdagi kasallikka to'g'ri qilasan. Mana bu Alloh tarafga yetkazadigan qisqa, yaqin va qulay yo'ldir. Bu yo'l shundoq bexatarki, uningda yurguchiga na qo'rqish, na halokat, na ochliq va na usullik yetmaydi. Bu yo'lda boshqalar yo'llardagi ofatlar yo'qdir. Bu yo'lda Alloh tarafidan turg'izilgan kuzatchilar va muhofazachilar bor bo'lib, ular yo'lovchilarga muakkad qilingandir. Ular yo'lovchilarni himoya qiladi. Bu yo'lning qadrini faqat mushu yo'l ahlining yo'llarini bilgan, bu yo'lning ofatlari va qarashlardan xabardor bo'lgan kishilar bilalaydi. Muomala fiqhisi.
İbn Qayyim rahimehullah yana kishilarning darajalari farqli bo'lg'achqa, ularga muomala qilish usulining har xil bo'lganligi haqida to'xtalib bunday deydi. Bandaning Allohga yuzlanishi va Allohni aslashi ozlagan sari uning vaznasiyatga bo'lgan ehtiyoji kuchaydi. Qachonki uning Allohga yuzlanishi va Allohni aslashi kuchaysa, uning Allohni aslashga vaznasiyat qilishga ojiz tuvallaydi. Ammo uning Allohning buyurgan va cheklaganlarini bilishga bo'lgan ehtiyoji doim kuchayib turadi. Chunki Allohdan yuz o'rgan va g'aflatda qolgan kishi vaznasiyatga qattiq muhtoj bo'lgan bo'lsa, Allohga yuzlangan va uni aslab turgan kishimi uning amr-farmonlari va cheklamalarini bilishga albatta ehtiyojlidir. Ammo qarshilashquchi takabbur kishiga kelsak, u eng ehtiyojli narsa munoziradir. Dunyoni tark etishning ziyni. Ibn Qayyim rahimahullah kitobining o'xshamagan joylarida dunyoni tashlab qo'yishning ofati haqida to'xtalib bunday deydi. U farishta emas. Qalbi uning borligiga, uning bahlandirgan narsalarga, uningda yashayotgan va uningdagi muhtoj bo'lgan narsalarga bog'lanib o'tgan bir inson bo'lishi bilan bu dunyoni tark etadigan, u o'zining dunyolikqa munosabatli ma'lumoti va dunyolikdagi nasibasini tark qilganlik uchun nafsi bilan nihoyat jiddiy surkilishida hayotini davomlashtirishga majbur bo'ladi. Bu bilimning va tushunchaning tubanligidan bo'lgan. Haqiqiy aqlli kishi dunyoga o'z haqqini berib, uningdan ilishqidagi haqqini talab qila oladigan kishidir. Mana bu Peygamber aleyhisselamның şundaqla ruhi terbiye ahli işidiki arif evliyalarının tutmangan yoludur. Şunun üçün Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Haqiqatan nefsinin sende haqqı var. Rabbinin sende haqqı var. Ayalının mı sende haqqı var. Ve seni yoklap kelgişinin mi sende haqqı var. Her bir haqiqisinin haqqını ada qılgın. İmam Bukhari rivayet qılgın. Bu tonkapaklarının yolu emas. İmam İbn Qayyim yana Allah yolida yurishning marhamatlik va zerek bo'lish qilib kelmaydiganligi haqida to'xtalib bunday deydi. Banda o'z oliga ega bo'laligida uning Allohga yuzlanishi va Alloh bilan bir araya kelishi ish qashidiki, bu yo'lda u o'ziga bir iqtidor, yuksak maqom va puxta qadam hozirlagan bo'ladi. U insonlar bilan ulfat qura oladi. Kishilarmi uning bilan muomala qilishga hech qanday avashlik his qilmaydi. Ularning ig'irchiliklarimi uning yo'lini asqitib qo'ya olmaydi. Shuning bilan ko'ngillarimi uning muloyim va roshqidan suyunmay qolmaydi. Chunki tutuqchiray kishi dinda har qancha bilimli bo'lib ketgan taqdirdami, kishilar uningdan qochadi. Allohning shunday paytlari borki, bu insonga muloyim va roshq qilib kelib, uni yomonlikdan saqlab qoladi. Boshqalarga qiyin ishlar uning uchun qulaylashidir. Shuning uchun qapoq turish avliyolarga xos ish emas. Alloh sodiq, ixlosmand kishining birov qapoq turishi ofatdir. Şunlaşıq sen bu yolu sadiq bo'lg'ishlarning kishilar ichidagi eng esili, eng marhamatliki va eng muloyimlar ekanligini ko'rasan. Chunki uningdan nafsning ig'irliklari va mijoz tabiatining kirlari chiqib ketgan bo'lib, u dastlabda tuproqqa mansub hayvoniy holatidan samoviy va ruhoniy biriga aylangan. Şunlaşıq sen uning kishilar ichida eng esil, eng oliyjanob hamda ruhiy va qalbiy jihatdan eng marhamatli kishi ekanligini his qilasan. Bu asarning tahrir nusxasi o'qirmanning ehtiyojini qamlaydigan ve eserinin ma'nilarini izm qila oladigan bir uslubda o'zgartirilgan bo'lib, uningda vahdatul vujudga o'xshagan bir qator bid'atchilarga qarshi berilgan raddiyalar, fiqhga, tilga oid tadqiqotlar qisqartirilgan. Shundaqla Isroil qissalari, zaif hadislar va takror mazmunlar ilmitilgan. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 10. bab. Terbiyevi Ahmetki'ye sorularına koldan vermezlik. Allah Teala Peygamber aleyhisselam'a hitap kılıp mındak deydi. Sen perverdigarının razıqını tilep ettiğin akşamda onunla ibadet kıldıqallar, yani aciz, kembegal Müslümanlar bilen sevirçen bulgan aldı billi bulgan. Hayati dünyanın zibizintini, yani müşriklerinin çoğlarının söhbetini dep, ularını közge olmay kalmagan. Biz dilini zikrimizden gafletli kaldırgan, nefs xaşığı ägeşken, işi eddidin aşkan adamның sözüge ägeşmegin. Kehf suresi 28. ayet. Qalplarni canlandırış ve sağlıkını davamlaştırış ki en mühim vasıtalarının biri bendenin etrafında sözlengenlerini icra kılışqa yardımcı bulunğan yaxşı muhit ve salih kişilerinin buluşudur. Şübhəsiz ki, materializmlik dolqunu örkeşlemekte, kişilerinin dünyaya bulğan kızıqışı gün sürküşeymekte.
Musulmonlar bularning ta'siriga uchrab ketmaslik uchun ularga qarshi turishi va qo'lini qo'lga tutishib, Alloh yo'lida mustahkam binodek sab bo'lib, bir gavda asl qilish kerak. Yakka harakat qilishning xatarlari. Bandaning o'zi yolg'iz Allohga yetishga tirishishi, yuqorida aytilgan nurg'unlagan vositalarni yolg'iz ijro qilmoqchi bo'lishi nihoyat xatarlikdir. Bu xatarning bir qancha ifodasi tovandikicha. İnsanның tabiati bir xil ahvolda muqim tura olmaydi. Nafsning berish kelishi, izchilligi, jimligi, kuchlikligi, ojizligi degandek bir qancha holati bo'ladi. Nafs ojiz va jim bo'lib qolganda, inson dunyoga ishonishdan, yolg'iz yurganda orqa qarashdan qo'rqadi. Agar u qarindoshlari bilan birga bo'lsa, qarindoshlari uni bu xil ahvolga tashlab qo'ymaydi. Balki uning qo'lidan tutib, uning yordamida bo'ladi. Shu orqali u ilgarki niyati va jonliqligiga qaytadi. İnsan başqalar bilan munosabat qilmoqcha, uning tabiatini tushungili bo'lmaydi. Muhammad Qutb mundaq deydi: İnsan jamoatga qatilmay turib, o'zining nafsi va axloqini mukammallashtirib olmaydi. Başqalar bilan munosabat shakllantirganda, jamoatchilik ruhi tabiiyla o'zini ko'rsatishga boshlaydi. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarning jamoatchilik ichidagi munosabat usulini ko'rsatishi, alohidlik va ortiqchiliklarni muayyanlashtirishi, shundaqla kamchiliklarni tuzatib qo'yish orqali ularda to'g'ri xarakter yetildira oladi. Shu orqali tarbiyalanuvchilarning o'zlik tuyg'usi kuchaydi-da, har xil sharoit va besimlarga bardoshlik bera oladigan bo'lib yetishadi. Adam hech qanday manfaat to'qinish yuz bermagan cheklik muomala alg'isiga tunji ko'rinishda nihoyat royish, muloyim, yiqishliq ko'ringani bilan tuyuqsiz biror manfaat to'qinishi yuz bersa yoki jiddiy foyda manfaat duch kelsa, darhol o'zining asli qiyofasini oshkorlaydi. Bo'libmi bu ahvollar qiyinchilik va ig'irchiliklarga duch kelganda ro'shan ifodasini topadi. Qiyinchilik va ig'irchilik insonning asli xarakteri va mohiyatini aniq oshkorlab beradi. Demak, tarbiyachilar o'zi tarbiyalayotganlarni jamoatchilikka qo'shmasdan, uning jamoatchilik va jamiyat ichidagi xuy-payli, mijoz xarakterini kuzatmasdan, kuzatganlarga asosan qing'ir-sing'irlarni tuzatmasdan, uning haqiqiy paylini bilib yetilmaydi. Yolg'iz yo'lga chiqishning xatarlaridan yana biri shayton va uning askarlarining yolg'iz yo'lga chiqqan kishini tutib olishidir. Banda Rabbiga yaqinlashganda shaytonning hujumlari kuchaydi. Shayton to'xtamay hujum qiladi. İbn Qayyim mundaq deydi: Shayton Alloh buyurgan har qanday ishqa ikki usul qo'llanadi. Biri uni azaytish yoki sal qarash, yana biri uni ko'paytirish va oshiritish. Shayton ba'zida bandaning qalbiga kirib, uningga Allohning buyurganlarini nihoyat ta'sir ko'rsatadi. Bu orqali insonni qulluq tushiradi, uning yo'lini to'sadi, uningga o'rinliq, jimg'urliqqa o'xshash kamchiliklarni yo'qtiradi. Bir muncha tushuntirishlarni elib boradi va uni umidlantiradi. Axirda banda Alloh buyurgan hamma ishni tark etadi. Agar shayton u insonda qat'iylik, sagaklik, g'ayrat va tirishchilikning borligini bayqasa, uni qo'lga keltirilmasligini o'ylab umidsizlanadi va u insonni texim tirishqa, texim yuqorini ko'zlashga kuch kiritadi. Uning amal qildiganlardan ko'proq amal qilishni, boshqalar uxlaganda uxlamaslikni, boshqalar ro'za tutganda tutmaslikni, tutmaganda tutishni aytadi. Başqalar taharat alğanda 100 qo'lin 3 qatim yesa, sen 7 qatim yuvg'in. Başqalar namoz uchun kichik taharat alsa, sen g'usl taharat al degandek ortiqcha ishlarni o'tadi. Ya'ni shayton ba'zilarni Allohga yaqinlashishdan to'sish uchun uning ozroq amal qilishini aytib, uning iymonini bo'shashtirsa, yana ba'zilarni ortiqcha ish qilishga, belgilamani buzishga chaqiradi. İnsanlarning ko'pinchisi mushundaq ozdirilgan. İnsonda kuchli iymon, ilm, shaytonga qarshi turish kuchi va buning uyg'un bir muhit bo'lmasa, uning bulardan qutulishi mumkin emas. Shaytonning Alloh yo'lida mangan insonning qalbiga kiradigan yana bir usuli taqdir, jabr jafo, qiyinchilik qatorliqlarga munosib nuqtalarda insonni gumon paydo qilishdir. Shayton bu orqali bandaning iymonini tavritib qo'yadi. Bulardan saqlanish uchun shu vasvasalarning qiltiqiga tushmaslikka diqqat qilish, o'zini ilm bilan mudofaa qilish, salaflarning e'tiqodini o'rganish, ilm va xayr ahli bo'lgan kishilar bilan do'st bo'lish, Allohga izil yelinish, Allohdan yordam tilash kerak. Ilgari so'zlab o'tgan vositalarning ko'pinchisi boshqalarning yordami orqali amalga oshadi. Uni ijro qilish uchun muvofiq muhit bo'lish kerak. Ammo yolg'iz harakat etib borgan odam uni ijro qila olmay qoladi. Shuning bilan birga yolg'iz harakat qilgan odam dastlabida hayotiy masalalarga o'xshash munosabatni uzish mumkin bo'lmaydigan ahvollarga uchraydi. Shunga inson hayotida buzilish kelib chiqishdan burun u vositalarni ijro qilish sharoitiga erishish uchun muvofiq plan tuzaladigan kishiga ehtiyojlidir. Banda shubhi va bid'atlardan qo'rqinish uchun shar'iy ilmga muhtoj.
Bu ilimni münasib plan bo'yicha qadamma-qadam tekshir o'rganish kerak. Shuning bilan birga tushunilmagan inchki nuqtalarni tushuntirib qo'yadigan, savollarga javob beradigan, bu ilmni amaliyotda qanday ishlatishni ko'rsatib qo'yadigan bir nufuz kishi bo'lish kerak. Bende bu vaqtda ehtiyojli bo'ladigan eng muhim ilmlar fiqh va amallarning darajasidir. Bende bularni bilmaganda zarur amallarni tark etib, odatdagi amallarga bakrak ahamiyat berishi mumkin. Masalan, insonning nafsi ba'zi ibodatlarni qilishdan huzurlanadi. Bu qalbga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan bu ibodatni qilganda u iymonning ta'minini his qiladi. Natijada inson bu amalga qalbida huzur his qila olmagan boshqa amallarga qaraganda bakrak qiziqadi. Ya'ni hojatmanlarga yordam qilish, yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish degandek. Ibn Taymiyya mundaq deydi: yaxshi yomonni ayriya olgan kishi aqlli hisoblanmaydi. İki yaxshi ichidan bakrak yaxshi bo'lganini, ikki yomon ichidan bakrak yomon bo'lganini ayriya olgan kishi ondan aqlli hisoblanadi. Bu xil ilm yalğız erishish tasdiqiga ilmdir. Davrimizdagi tarbiya muhitlarining muhimligi. Tarbiya muhitining foydalaridan ba'zilari shuki, bu muhit bandani yalğız yo'lga chiqishdagi xatardan qo'rash uchun har vaqt, har yerda zarur omildir. Hatto ba'zi vaqtlarda bu bir shartdir. Bu nima uchun? Chunki ummat parchalandi, xaroblikqa yuzlandi, xalif amaldan qoldi. Islomning alomatlaridan ko'pinchisi yo'q edi. İnsanlar dindan uzoqlashdi. Tushuncha va yashash usulida ozdi. Musulmonlardan o'zini isloh qilishni talab qilinmasdan, balki boshqalarni isloh qilish, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish, Allohning shariati va dinining yuksaklikka erishtirsak ishlarni talab qilinadi. Bularning hammasi namoz o'qib, ro'za tutgan bilan ado bo'lmaydigan vazifadir. Ular mavjud bo'lganni o'zgartirish, islom davlati qurish, qo'ldan ketgan xilofatni qaytarib kelish, ishg'ol qilingan musulmonlarning zimminini qaytarib olish, yahudiylarni Falastindan qo'llab chiqarish, Aqsa masjidini ularning maynachiliklardan qutuldirish uchun g'ayrat qilish kerak. Allohning bu ummatga fidokor qalblardagi umidini jonlantiradigan Rabboniy uyg'onish ato qilishi, bu vazifalarni o'rindashga foydali bir tushunchani maydonga chiqarishi bandalari qilingan rahmatdir. Hasan al-Banna atrofiga vaqti va ayni zamondagi davlat usullari to'g'risida mulohaza qildi. Ularda bir narsaga ahamiyat berilganda yana birisiga sal qarilganligini bayqadi. Bir qism davlat vakillari yuzaki qarashlarga asoslangan va ijro qilishga sal qaragan edi. Amaliyotda ilm bilan amalning bir-biridan ayrilishi xato edi. Ummatning ahvolini mulohaza qilgandan keyin shaxs tuzalmaguncha ummat tuzalmaydiganligini, shaxsning faqat tarbiya orqali tuzala oladiganligini tushunib yetdi. U risolalarning birida mundaq deydi: Şübhəsizki, haqiqiy musulmonning maqsadi hayotining har qaysi sohalarida ummatni islom tarbiyasi va bo'yiqi bilan bo'yashdir. Allohning dinida chong turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qiluvchilarmiz. Ularning bu nuqtadagi vaqtisi umumiy odatni o'zgartirish, da'vatga yordam qilganlarni tarbiyalashdan iboratdir. Ular shu orqali bu maqsadga ergashish va uning uchun tirishishda boshqalarga o'rnak bo'ladi. Şuna terbiye yolu ümmetini tirildirdiğen, uçurgan tuzaklarını azaytırdiğen birden-bir yoldur. Onun arkası gösterdiğen nişan, özü üçün uğraşıdığan ve özünü kullaydıgan yeni ümmet yetildiriştir. O, mındaktaydı. İyi kardeşler, sizler kuruş devrik geldinler. Sahtı görünüşler sizlerinin tayarlaqınları tuzağı bulmuşsun. Vaktinlarının 90%'ni kuruş için sarıp kılınlar. Nefslerinlerini közden keçirinler. Qalğan 10% vaqtınlarını ətrafınlardakı işlər üçün sərf qılınlar. Arqanlar küçlük, tayarlığınlar mükemmel bolsun. Şu vaqtda Allah qanunlara qarta qalblərini açıdı. Allah ən yaxşı açıqçıdır. Tərbiyenin mənisi. İmam Beyzavi təfsirdə mundaq deydi: Tərbiyə bir şeyini qədəm-qədəm mükemmelləşdirişdir. Rağib İsfahani mufradatda mundaq deydi: Terbiye demek asta-asta kamalat bilisiga elib chiqish demektir. Terbiyenin yana bir ma'nosi nazariyni amaliyotga aylantirishdir. Shunga nazariyni amalga aylantiradigan kishi bo'lmasa, u ilm qog'oz yuzida qoladi. Terbiye payg'ambarlarning muhim vazifalaridan biri edi. İbrahim alayhissalom bunday duo qildi: Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Baqara surasi 129-oyat.
İbrahim aleyhisselamның mazkur duasida tarbiya, tezkiyaning oldiga qo'yildi. Amaliyotda insonlar bu ikkisiga to'liq ehtiyojlidir. Payg'ambarlarning vazifalari bayon qilingan boshqa oyatlarda tezkiya, tarbiyalardan burun tilga shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolat yetkazganimdek, o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'on va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringizni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Baqara surasi 151-oyat. Allah ümmilerge, yani yezishni ve o'qishni o'qimaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, yani Muhammed aleyhisselamni avatdi. U, yani payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradi. Ularni gunohlardan pok qiladi. Ularga kitobni, yani Qur'onni va hikmatni, yani payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Garchi ular ilgari ochiq gunohda bo'lsin. Juma surasi 2-oyat. Şüphesizki nurgun insana nispeten ilimge amel kılış için izchillik ve qat'iy niyet bo'lishi kerak. Ama nurgun ko'rsatmalarni anglagan, nurgun muhokim yig'inlari qatnashgan bo'lsakmi, yana o'zgarmadik. Chunki nurgun kishilar qo'lidan tutib, o'rganganlarga amal qilishga yordam qiladigan birini topolmadi. O'tmishdagi qoldiq va yetilib etgan odatlardan tuzilgan nafsini o'zgartirish uchun aqliy iqtidorli kifoya qilmaydi. Aqliy e'tiqodli kifoya qilmaydi. Xarakterimizni bir alaylikka ega qilish, go'zal axloqiy obrazlarni va ularning qilish tegishliklarini o'rnash uchun tirishishimiz kifoya qilmaydi. Buning uchun jazmiy e'tiqodga ega bo'lgandan keyin toki bu axloqlar yoshirin anga aylanguncha tirishish kerak. Shundala, buningdan keyin bu amallarni o'ylamayla o'zligimizdan qiladigan bo'lamiz. Bu bir kun yoki bir kechada ro'yobga chiqmaydi albatta. Buning uchun sabr, toqat, bo'shashmaydigan iroda, izchillik va qat'iylik bo'lishi kerak. Cevdet Said mundaq deydi. Şençe paydo qilish bilan ish tugamaydi. Aksi bu insonning yashash usulini o'z ichiga olgan iymonga aylantira oladigan bir fikr bo'lishi kerak. Mustahkam asosga ega tushunchaning shakllanishi, insonlarning uning iymon etishi, faoliyatlarda uni ifodalashi va tuyg'ularni kontrol qilishini shart qilmaydi. İnsanlar adolat va barobarlikni ko'p tilga oladi, ammo ular fikir yurgizganda o'zining qalbiga o'rnab ketgan millatchilikni ko'krak namoyon qiladi. Bularni Muhammad Qutb buni so'zlar bilan qo'llagan. Maqtiladigan axloqqa sahib bo'lish, uni o'zikidan maydonga keladigan ishga aylantirish uchun uzun muddat odatlantirish kerak. Nafsdagi johillik qoldiqini chiqarish uchun izchil tirishish kerak. Bu birdamda yo'qaydigan qoldiq emas. Chunki u raxtga singib qolgan dog'ga o'xshaydi. U dog' bir qatim yuyib bo'lg'icha chiqib ketishi mumkin. Ba'zida necha qatimdan qo'yishga to'g'ri kelishi mumkin. Yana mundaq deydi. Tarbiya izchillik ega harakatdir. Qanchalik samimiy to'g'ri bo'lishdan qat'iy nazar bir qatim yo'l ko'rsatishlar kifoya qilmaydi. U izchillik va uzluksiz ko'rsatmalarga muhtoj. O'rganadigan insonning nafsidir. U ko'nikkalarni besib, ondan qo'yayotgan pet qoldigan asob emas. Insonning nafsi har vaqt o'zgarib turadi. Uning nurg'un istiki va moyilligi bo'ladi. Her özgürlük, her istek ve her maillik bir ko'rsatmaga muhtojdir. İnsanның ximiri asi ximirdir. U izchil ko'rsatilishi muhtoj. Uni bir qilib qisilib, shu pet qo'yib qo'yish kifoya qilmaydi. Nafsini ele o tarafga, ele bu tarafga turadigan nurg'un omil mavjud. U hamisha qalbdan chiqib ketishga tirishadi. Har qatimda uni qalbga qayta o'rlashtirish uchun harakat qilinadi. Bu nafs shuningga uyg'un harakat qilgan qadar davomlashadi. Shundaq qilib u izchil holda harakat va besim altida turadi. Mana bu tarbiyaning qiyinligi va xatarligidir. Shunga tarbiyada qat'iylik bo'lishi kerak. Bo'lmasa vaqt bekor isrof bo'lib ketadi. Tarbiyaning markazlari. Hasan al-Banna mundaq deydi. Xutbalar, nutqlar, darslar, muhokama yig'inlari, kasalga diagnoz qo'yib, dars doğrusini berish, ularning hech biri o'z oldiga manfaat olib kelmaydi. Biror maqsadni amalga oshira olmaydi. Da'vatchilarni hech qanday nishonga yetkiza olmaydi. Da'vatchilar qo'llanishga va amalni o'zidan boshlash tegishli vositalar bor. Odatda da'vatchilarning asosiy vositalari o'zgarmaydi va farqlanmaydi. Bu buni 3 nuqtaga yonchoqlangan. Birinchi kuchli iymon, ikkinchi sezgir qurilma, uchinchisi izchil amal. U gapni kuchli iymon bilan boshladi va uni tarbiya markazlaridan biri qilib bekitdi. Chunki iymoniy tarbiya shartdir va boshqalardan oldidir. Ilgari ishora qilganimizdek,
Onun nişanı qalblarini Allohga bog'lash va uning bilan go'zal aloqa bog'lashdir. Bu amaliyleşse başqa merkezler asallashadi. Chunki qalb tuzalsa, a'zolarmi uningga ergishib tuziladi. Tarbiya nishoniga yetganda, qalb bilan Alloh o'tirisi munosabat shakllanganda, sirtqi ko'rinish asonla o'zgaradi. Hatto buningga bir ishoratli kifoya qiladi. Go'yo aroq to'g'risidagi yoki qiblaning o'zgartirishi to'g'risidagi oyat nozil bo'lganda, sahobalarda meydonga kelgan o'zgarishga o'xshash. Tarbiya va o'zgarishning ikkinchi markazi sezgir qurilmadir. Bu orqali musulmonning o'zligi voyaga yetadi. Buningga axloq va muomala tarbiyasi deb ism qo'ysakmi bo'ladi. Bu orqali shaxs nurg'un aloyatlarga sahib bo'ladi va nurg'un nuqsonlardan qutuladi. Bu erishishni orzu qilgan aloyatlik uchun amaliy harakatda bo'lish va har vaqt nafsni odatlantirishdan boshlanadi. Bu jarayonda uni ijro qilishga bo'lgan kontrollikni bo'shliq qo'ymaslik, izchil davomlashtirish kerak. Shundala nafs bu aloyatlikka erishadi. Bu ishga uzoq vaqt ketadi. Yana kelib, buningdan boshqa yo'lmi yo'q. Tarbiya haqiqatan qiyin va jafoliq ishdir. Bu sezgir qurilmani shakllantirishni asoslantiradigan omildan biri iymon quvvatidir. Uning sayesinde istek paydo bo'ladi. Niyat kuchaydi, g'ayrat urg'uydi. İnsonni sharafli maqomga yetishga to'salg'i bo'lgan dunyoviy istaklardan yiroqlashtiradi. Tarbiyaning 3-markazi izchil amaldir. Buni yana da'vat va harakat tarbiyasi deb atashga bo'ladi. Buning nishoni musulmonga tarbiya qilish va insonlarni da'vat qilishga odatlantirishdir. Da'vat Allohning rizosiga erishish va uning sevgisiga erishish to'g'risida ko'rsatma berishdir. Da'vat musulmonlarga islom o'rgatish, islomni hayotning barliq sohalariga tatbiqlashga chaqirishdir. Da'vat insonlarning hayotiga islomni joylashtirish va ularni islomga mos shaklda yashashga chaqirishdir. Da'vat Allohning shariatini hokim qilish va uning obidasini yuksaltirishdir. Da'vat mazlumlarga yordam berish va insonlarning ijtihodlarini bayqashni tirishdir. Da'vat g'ayri-musulmonlar orasidagi islomni kengayish uchun tirishdir. Allohga da'vat qilish maqomi eng ustun maqomdir. Buni qilishga tirishgan kishi payg'ambarlarning ergashuvchilaridir. Alloh taolo mundaq deydi: Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi? Fussilat surasi 33-oyat. Agar men Allohga asi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutuldira olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohimni topolmayman. Shundaq turibliq, men sizlarning telefonlarini qanday qabul qila olmayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Jin surasi 22-23-oyat. Sayyid Qutb bu oyatlarning tafsirida mundaq deydi: Bu payg'ambarlik va Allohga da'vat qilish to'g'risidagi qalbni jiddiylashtiradigan ajoyib so'zdir. Payg'ambar alayhissalomga bu buyuk reallikni e'lon qilish buyurilgan. Haqiqatan menga yomonlik tilagan bo'lsa, Alloh qarshi hech kim meni himoya qila olmaydi. Uningdan boshqa hech bir himoya makoni, hech bir panohgoh topolmayman. Birdan-bir choram bu ushurni insonlarga bildirish, bu omonatni ado qilishdir. Mening birdan-bir panohgohim, birdan-bir qutulish yo'lim mushudir. Bu mening o'z ishim emas. Mening bu ishni bildirishdan boshqa hech qanday rolim yo'q. Bu bildirish vazifasini o'rnashdan bosh torta olmayman. Chunki mendan bu vazifani o'rnash talab qilingan. Uning qo'lidan meni hech kim qutuldira olmaydi. Uningdan boshqa meni qo'g'daydigan, himoya qiladiganlar yo'q. Shunga u menga nozil qilgan usullarni yetkazish va bu vazifani o'rnash mansidan birdan-bir chiqish yo'lidir. Bu naqadar qo'rqinch, naqadar dahshat, naqadar jiddiylikka. Bu yerdagi asosiy nuqta da'vatning rahbari bo'lgan payg'ambar alayhissalomning ixtiyorligi emas, balki mas'uliyatidir. Jiddiy va keskin mas'uliyatdir. Ado qilishdan bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatdir. Chunki uning orqasida ulug' Alloh bor. Bu yer deyilmoqchi bo'lgani hidoyat va yaxshilikni yutib, uni insonlarga yetkazadigan psixologik ish emas, balki vazifadir. Ya'ni kechiktirishga va taraddudlanib o'ltirishga bo'lmaydigan ulug' vazifadir. Chaqiriq vazifasiga mana shunday aniqlanib beriladi. Bu bir mas'uliyatdir. Bosh tortib bo'lmaydigan vazifadir. Uning orqasida dahshat bor, jiddiyat bor, eng ulug' Alloh bor. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Doktor Majdi Iloviyning Avval iymon nomli kitobi huzuringizda. 10-bob. Markazlarning o'zaro munosabati.
Yuqorida bayon qilgan tarbiyaning 3 markaz orqali o'zgarish amaliylashidir. Bular kuchli iymonga markazlashadi. Uning soyasida boshqa usullarni qo'llanish osonga to'xtaydi. Bu boshqa markazlarga sal qarash deganlik emas. Iymonning darajasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, boshqa markazlarni amaliylashtirmay turib, go'zal axloqqa erishgili bo'lmaydi. İnsanlar orasida da'vat elib bormaslik iymonning ojizlashishiga sabab bo'ladi. Vositalar qalblarni Allohga bog'laydi. Uningga bo'lgan iymonni kuchaytiradi. İnsanlar bilan aloqa o'rnatish, ular bilan aralashish va ularga sabr qilish natijasida maydonga kelgan iymonimizdagi kamchiliklarni to'liqlaydigan boshqa yo'l yo'qdir. Yana zolimlarning besimi va ularning hujumi tufayli musulmon yoshlarning nafsida maydonga kelgan tavrinish va ularning hokimiyat beshiga kelishidagi planlarini namoyon qiladigan boshqa yo'l yo'qdir. Faqat kollektivda yiroqlashib, nafsning kaynidan manganda makonimizni tark etishdan burun qalblarimizdagi iymonni yanglashga nima ehtiyoj qilmaymiz. Bundaq kishilarning Allohga da'vat qilishni tark etish uchun nurg'un qonuniy tuzumlar belgilandi. Neticede Müslümanlar peskeshlarning dasturxonidagi yetimning o'rnini oladi. Sahabeler ve ularning oliyjanob fazilatlariga ergashganlar buni nihoyat yaxshi tushungan. Ular insondan yiroqlashgan, ibodat qilish uchun jahonni tark etgan kishilarni qattiq ayblaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ba'zan Kufadan ketib, atrofdagi bir joyda ibodat bilan mashg'ul bo'lganligini anglab, darhol ularning yoniga borgan. Jahonni tark etganlar uning kelganligidan nihoyat xursand bo'lgan. Abdullah ulardan: "Sizlarning bunday qilishinglarga turtki bo'lganingiz nima?" deb so'raganda ular: "Biz ibodat qilish uchun kishilarni aylashga rozi" degan. Shuning bilan Abdullah ularga bunday degan: "Agar hammaylar sizlarda qilsa, dushman bilan kim urushadi? Sizlar qaytmoqcha bu yerdan ketmayman." Abdullah ibn Mubarak jihad qilayotganda jihadni tark etib, masjidi Haramda Alloh ibodat qilayotgan Fuzayl ibn Iyazga mundaq maktub yo'llagan. "Ikki haram abidi, ko'rsang bizni mushu an, his qilatding o'zingni ibodatda o'yilgan. Baytullohda birovning mag'zini yash bo'ysa, bo'ymoqda bizningki ko'kraklarni qizil qon. Yoki kimdir etini gumroh yo'lga choptirsa, otlarimiz bizningki chopmoqda janggoh tomon. İpar etleri güpüldü sizlerden, xushbiroqroq bizlarga otdan chiqqan chang to'zon." Behi al-Xuli mundaq deydi: Ibn Mubarak jihad farz ayn bo'lmagan mezgillarda bularni yozgan yerda jihad farz ayn bo'lgan bo'lsa, nimalarni der edi? Halbuki Fuzayl ibn Yazning qilgani zamindagi eng sharafli joyda qilingan ibodat edi-ku. Agar Fuzayl Masjid Haramdan boshqa joyda ibodat qilayotgan bo'lsa, nimalarni der edi? Bu yerde Allah yo'lida jihad ve hareket qilishning muhimligini o'xshamagan shaklda namoyon qilgan yana bir ahvolim bor. Ya'ni reallikdan o'zini chetkilib turib, Qur'ondan ko'p foydalanib bo'lmaydi. Shubhasizki, Qur'on hidoyat va shifo kitobidir. Uningda insonlar uchirgan barliq masalalarning hal qilish usuli yozilgan. Qur'ondagi to'g'rini tepish uchun dunyoni tark etgan kishiga qanday yordam qilindi? Ular imtihon, sabr, subat va jihad oyatlarini qanday qabul qila olsa? Bu ve bunun o'xshagan ayetler onun nefsideki to'g'ri joyga joylashmaydi. Chunki ular hayotida bularni boshdan o'tkazmayotdi va bularni tafakkur qilishdan yiroq. Bir şeyi haqiqiy hukm u to'g'risida tafakkur qilganlar bilan birga munosabatlikdir. Shunday deyalaymiz-ki, 3 tarbiya markaziga qadam tang basilishi kerak. İmani tarbiya boshqasidan oldinroq turdi albatta. Ammo bu izchil emas, balki vaqtliqdir. Qalblar Allohga bog'langanga, Allah'ın ulug' rizosiga erishish niyat qilingan qadar shunday bo'ladi. Shundala inson har qanday ishida savobga erishadi. Ular Allohning yo'lida uchirgan ussizlik, tortgan jabr mushaqqat va ochliq, ularning kofirlarni xafalık qiladigan har bir qadami, dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Allah elbette yaxshi qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Tavba surasi 120 oyat. İmanni tarbiya bilan boshlashning foydalari. İmanni tarbiya bilan boshlashning muhimligini ifoda etgan yana bir nuqta shuki, kishilar orasidagi qarindoshlik kuchaysa, samimiy iymon qarindoshlik shakllansa, tarbiya elib berish osonlashadi. Bu boshqalarga ta'sir qiladi. Ansariylarning qalblaridagi iymon yuksak darajaga yetganda, muhojirlarga mislsiz qarindoshlikni ifodalagan. Allah Taala mundaq deydi:
Ulardan, yani muhacirlardan Medinede yerlik bo'lgan, imoni kuchli bo'lganlar, yani ansarlar yeniga hijrat qilib kelganlarni, yani muhacirlarning do'stidir. Ularga berilgan narsalar uchun ishtarlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhacirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishuvchilardir. Yashar surasi 9-oyat. İmanni tarbiya bilan boshlashning foydalaridan biri shuki, bu boshqa vazifalarning o'rindirilishini osonlashtiradi. Bu payg'ambar alayhissalom va boshqa sahobalarning qo'llangan usulidir. Payg'ambar alayhissalom oldi bilan ularning qalblarini Allohga markazlashtirdi. Ondan talab qilingan amallar uchun ko'rsatma berdi. Payg'ambar alayhissalom ko'rsatma berganda ko'pincha mundaq deydi: Kimki Allohga va oxirat kuniga ishonsa, shu orqali qalblarga iymon chaqiriqini anglash, uning quloq solish va tayyorlik qilishni so'raydi. Abu Hurayradan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etsa, qo'shnisiga aziyat yetkazmasin va ayollarga yaxshi muomala qilsin. Sayyid Jami 6504. Mayli qanday kishilar orasida bo'lishidan qat'iy nazar, tarbiya muhiti xohlagan kishi xohlagan zaman iymon o'zliqqa ola oladigan, iymoniga kamchiliklarni to'liqlay oladigan, iymoniy nurlarni chechadigan markazdir. Bununla yordamchi bo'ladigan takliflar. Birinchi, ba'zi kishilar biz ishorat qilgan usullarning ko'pinchisi bilan o'zining o'ttirisida nafsdan iborat bir to'salg'i mavjudda his qiladi. Bu uning ilgari bu ish bilan uchrashib boqmaganligi yoki uningdan qo'rqqanligi va yoki uningdan o'zi o'ylagan foydaga erisholmasligidan gumon qilganligidan bo'lishi mumkin. Bu yerda tarbiya muhitining ahamiyati maydonga chiqadi. Bundaq muhitlarda dakki-dukki tugigicha bu vositalarning o'rnaklari bir-birlab o'tirib chiqishi, nafs to'solg'ilari buzilishi va shundaqla har kim bularni ijro qilish natijasida qo'lga keltiradigan foydaning doirasini his qila olishi mumkin. Masalan, bu muhitlarning ba'zi amaliy usullarining reallikqa aylanishini osonlashtirish qalblardagi Allohdan qo'rqish tuyg'usining kuchaytirishga foydasi bo'ladi. Ya'ni qalblarni ziyorat qilish, doktorxonalarni ziyorat qilish, kepen setib olish, vasiyatni qayta ko'zdan kechirish degandek. Bu muhitlar kishilarning gunohlarini qanday sanishi, qo'rqinch mavjud bo'lgan yerlarda qanday o'ylash degandek masalalarda foydali rol o'ynaydi. Buning bilan birga bularning hammasini uyda ijara qiladigan programma oldiga ekilib, uning ijro qilinishini ko'zdan kechirish mumkin. O'xshash shaklda Qur'onni tushunib o'qish uchunmi shunday muhitlarga ehtiyojimiz bor. Bu muhitlarda buningdan burun tilga ilingan ikki xil yo'nalishdagi tafakkur qilish, o'qish mashq qilishni amalga oshirg'ili bo'ladi. Masalan, Qur'onni tafakkur qilib turib o'qish bo'limida ifoda qilgan temalardan bir tema tanlanib va ochiq bir shaklda o'tirib qo'yiladi. Qur'ondan amaliy misollar ko'rsatiladi. Ondan tanishuvchilardan tema bilan munosabat oyatlarni tepib chiqish talab qilinadi. Shuning bilan hamma odam tafakkur qilib o'qiydigan holat keladi. Buningdan burungi qalbni ogohlantirish uchun ifoda qilingan usullarmi shunday ijro qilinadi. Ikkinchi, masjidlardan va muborak zamonlardan foydalanish uchun programmalar hozirlash. Masalan, juma kuni va juma kechasidan foydalanish uchun programma tartiblash va duolarning ijobat bo'lgan vaqtini saqlash. Buningda payshanba oqshimi xutba namozini o'qigandan keyin zuhud yoki raqoiq kitoblarini o'qisa yoki bir tabliğ alması bo'ladi. Ondan keyin nafsi bilan yolg'iz qilib, o'lim zamoni va u vaqtda yuz bergan voqealar ustida tafakkur qiladi. Uningdan keyin istig'for aytib, tavba namozi o'qiydi. Tahorat bilan uxlaganda o'qiydigan duolarni o'qigandan keyin uxlaydi. Bomdod namozidan burun tahajjud namozi o'qishga, tavba istig'for aytishga yetkazak vaqtni chalab turib, uyqudan uyg'onadi. Uningdan keyin farz namozni ado qilish uchun masjidga berib, namozni tugatgandan keyin kun chiqquncha masjidda o'tirib, Allohga zikr aytadi. Ondan shashka namozni o'qib, birdam olam olish uchun uyga qaytadi. Ondan juma uchun g'usl tahorat olib, xushburoq narsalarni chechib, shu kunga atab tayyorlangan kiyimlarni kiydi. Namoz boshlashdan bir qancha soat oldin masjidga keladi degandek. O'xshash usulda sham namozichi namozni qilsa va Alloh duo qilsa, sham namozining duo va zikrini qilib, Rasululloh ko'plab salat va salom yo'llasa bo'ladi. Taat ibodatni yuqori deyilgan programmalarda davom qilganda qalbdagi iymonni yangilig'ili bo'ladi. 3. Bundaq barakatli muhitlar uchun yana bir tavsiya shaxslarda to'g'ri bir tushuncha hosil qiladigan uzluksiz amallarda bo'lishdir. Shunday qilganda shaxslar orasida talash-tartib qiladigan va bekardan-bekar quruq parang soladigan ahvollar ko'rilmaydi. Rasulullohning yo'li buning dalilidir. Ibn Rajab bundaq deydi:
Allah eng yaxshi ko'radigan amallar eg'irlik paydo qilmaydigan, qiyin bo'lmagan, eg'irchilik solmaydigan, o'ttiral saviyada va oson bo'lgan amallardir. Alloh taolo bunday deydi: Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Sura Baqara 185-oyat. Payg'ambar alayhissalom insonlardan yiroqlashishni, oqti qilishni, davomli kechalar namoz o'qib, kunduzlari ro'za tutishni, har kechasi Qur'on o'qishni muvaffaq ko'rmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Men namoz o'qiyman, uxlayman, ba'zi vaqtlarda ro'za tutaman, ba'zi vaqtlarda ro'za tutmayman. Ayollarimga yaqinchilik qilaman. Kimki mening sunnatimda yuz bersa, ular mendan emas degan. Yana bunday deydi: To'g'ri yo'lda meninglar, to'g'riga yaqinlashinglar, xushxabar yetkazinglar. To'g'ri yo'lda meninglar. Bu yerda tilga olingan to'g'ri yo'l islomda aşırı o'tishdan saqlanishdir. Ya'ni oshqulluq va tushkunlik orasidagi o'ttir yo'ldir. Uning xushxabar yetkazinglar degan so'zi kimki Allohga bo'lgan itoatni o'ttir yo'l va go'zallikka yaqin bir shaklda elib borsa, uning xushxabar yetkazinglar. Chunki u amallardagi qat'iy tirishchilik bilan oldiga o'tadi va Allohning roziligiga erishadi. Shubhasizki, o'ttira va go'zallikka yaqin bo'lgan yo'l boshqa yo'llardan bekrak ustundir. Kim bu yo'lga kirsa, uning xushxabar yetkazinglar. Sunnatdimi o'ttir yo'lni tutish bekrak xayrlikdir. Allohga eng yaqin yo'l Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'lidir. Har qanday kishi buningdan boshqa yo'l tutishga urinsa, shuni bilish kerakki, ustunlik jismoniy amallarni oshirish uchun emas, bu amallarni ixlos bilan va sunnatga uyg'un bir shaklda o'rilishi lozim. Agar kim Allohning dinini, Allohning hukmlarini va shariatini bilsa, u kishi yanam vakayat qo'rqsin, xushal bo'lsin va umidvor bo'lsin. U mushundaq muomala qilish orqali jismoniy amallarni ko'p qilganlardan bekrak ustun bo'ladi. Shunga salafdan ba'zilari mundaq deydi: Abu Bakr ko'p namoz va ko'p ro'za bilan emas, balki qalbidagi jazmiyat bilan sizlardan fazilatli bo'ldi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu do'stlariga sizlar namoz o'qish va ro'za tutishda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan jiq amal ibodat qilsanglarmi, ular sizlardan bekrak fazilatlidir dedi. Shuning bilan uninglar nemish qondaq bo'ladi deb so'raganda Ibn Mas'ud bunday javob berdi: Ular dunyo ishlarida sizlardan bekrak odatda qoldi. Odatda bo'lsa, oxiratda bo'lsa texmijiq madiyaga loyiq bo'ladi. Bu sahobalarning qalblarining oxiratga mustahkam bog'langanligi va uningga chin qalbdan ishonganligi bilan o'zlaridan keyin kelganlarni eshib ketganligini ishorat qiladi. Ular qo'llarida bo'lmagan taqdirdami dunyoni ancha ko'zga ilib ketmaydi. Ularning qalblari oxirat narsalardan to'lgan edi. Ular bu aloylikni payg'ambarlardan miros olgan. Chunki payg'ambar alayhissalom ko'rinishda avom xalq bilan birga bo'lsa-mu, payg'ambarlik, din va dunyo siyosatidagi mas'uliyatchilikni ado qilsa-mu, lekin uning qalbi dunyoda yiroq bo'lib, Allohga va oxirat makoniga eng mahkam bog'langan kishi edi. Uningdan keyingi xaliflarmi shunday edi. Hasan Basri va Umar ibn Abdul Azizdek tabiinlarning boshlamchilari shunday edi. Ularning zamonida o'zlaridan texim ko'p namoz o'qib ro'za tutganlar bo'lsa-mu, lekin ularning qalbi dunyo maishatlaridan yiroq bo'lib, oxirat makoniga bog'langan bu kishilarning qalbiga teng kelmaydi. Shuning uchun eng ustun turadigan inson jismoniy ibodatlarda va qalbdagi Allohga yaqinlik ishlarda o'ttir yo'lni tutganlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning sahobalarining yo'liga ergashganlardir. Shubhasizki, oxirat safari badanning taraqqiyoti bilan emas, balki qalblarning taraqqiyoti bilan besib o'tilgan bir musobadir. 4. Rabbaniy boshlanish. Bu boshlanishning yordamida dunyo va dunyoliklar haqida nolib faryod qilganlar Janobi Allohga yetadi va ko'zlarini osmonga tikadi. Tanishuvchilar gunohlarga sabab bo'lgan narsalar va ado qilingan vazifalar sababidan ilohiy muvaffaqiyat ishiklarining yepiq ekanligini his qilsa-mu, lekin Rabbaniy rahmatga erishish uchun taqilgan ishlarni echish, Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarni qilish zarurdir. Bularning turkisida uningdan Allohga istiqbol aytish, sadiqa berish va Rasululloh salom yo'llash talab qilinsa, darhol ularni ijro qilgan bo'ladi. Alloh ularni mag'lubiyatga uchratsa-mu, lekin ko'zini yumib ochqidek vaqti bo'lsa, bu tirishchilikni nafsiga bo'ysundirib bermasdan, balki Allohning o'zlariga ihson va rahmat ishiklarini ochib berish uchun samimiy bir shaklda duo qilish, jannatni tilab do'zaxdan saqlanish kerakligini aytish kerak bo'ladi.
Bunun o'xshash ishlar tartibli holatda ijro qilinganda intayin yaxshi tushuncha shakllangan, ilm uchun insonning qalbi, aqli va quloqlar tayyor holatda bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik deydi. Sura Haqqa 12-oyat. Farishtalarning bu muborak yig'ilishiga hozir bo'lgan ular uchun duo qilishi bu boshlanishning fazilati masalasida yetarlidir. Rasululloh mundaq deydi: İnsanlarning savob va gunohlarini yozadigan farishtalardan boshqa Allohning ziminda aralab yuradigan farishtalari bor. Ular yo'llarda aylanib yuradi. Agar Allohni davomli eslab turadigan kishilarni topsa, bir-biriga kelinglar, g'ashtonlarga kelinglar deb to'lishidi. Ular qanotlari bilan ularni osmongacha urib oladi. Ularning Rabbi bilib turib, bandalarim nima deydi deb so'raydi. Farishtalar seni poklik bilan yetib, seni ulug'lab hamda aytadi deydi. Allah ular meni ko'ribdimi deydi. Farishtalar yo'q, sening noming bilan qasamki, ular seni ko'rmagan deydi. Allah ko'rsa qandoq bo'lib ketar deydi. Farishtalar ular seni ko'rgan bo'lsa, sana texmi bak ibodat qilgan, hamda aytgan, texim ko'p tasbih aytgan bo'ladi deydi. Allah ular nima so'rayotdi deydi. Farishtalar senden jannatni so'raydi deydi. Allah ular jannatni ko'rganmi deydi. Farishtalar yo'q, sening noming bilan qasamki, ey Rabbim, ular jannatni ko'rmagan deydi. Allah agar ular jannatni ko'rgan bo'lsa qandoq bo'ladi deydi. Farishtalar agar ular jannatni ko'rgan bo'lsa, ularning jannatga bo'lgan talpinishi va qiziqishi texim kuchayib, jannatga bo'lgan ishtiyoq texim oshadi deydi. Allah ular nimadan panoh tilayotdi deydi. Farishtalar ular do'zaxdan panoh tilayotdi deydi. Allah ular do'zaxni ko'ribdimi deydi. Farishtalar yo'q, sening noming bilan qasamki, ular do'zaxni ko'rmagan deydi. Allah agar ular do'zaxni ko'rgan bo'lsa qandoq bo'ladi deydi. Farishtalar agar ular do'zaxni ko'rgan bo'lsa, uningdan teximda qochadi va teximda qo'rqadi deydi. Allah sizlarni guvoh qilaman, ularni mag'firat qildim deydi. Ulardan bir farishta, ular ishdiki bir kishi ulardan emas, u hojat uchun kelgan deydi. Allah ular shunday suhbatdoshlarki, ular bilan birga o'ltiruvchilarmi ajrsiz qolmaydi deydi. 5. Davomli jannatni va jannatning ne'matlarini eslash. Qalbi davomli uning uchun so'qish. Har bir ishini uning bilan bog'lab tafakkur qilish. Aralarida yaqinlik bo'lmasa-mu, jannat ne'matlari bilan dunyo ne'matlarini davomli solishtirib turish kerak. Inson dunyoda qanchaki ko'ngildagidek rohat farog'atda, g'am-g'ussasiz yashagan qat'iy nazar, dunyo uningga baribir baqo'ndi bo'la olmaydi. Jannat ahli kelsak, ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yetkilishni xohlamaydi. U yerda inson qirmaydi, o'lmaydi, kasal bo'lmaydi. U yerda insonga qismat, g'am qayg'u, xafalık yo'q. Har kim cheksiz xushallik va baxt ichida yashaydi. Allah u yerdagi insonlarga xiyollik keltirib boqmagan ne'matlarni beradi. Bu yerda tasvirlab tugatkil bo'lmagan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. İnsan suresi 20-oyat. U so'z bilan tasvirlash, ko'z bilan ko'rishda ojiz qiladigan ajoyib yerlardir. Chunki biz hayotimizda bu dunyodagi narsalardan boshqa narsani ko'rmagan. Ko'rgan narsalarning hammasi bu dunyo bilan munosabat narsalardir. Dunyo shunchalik cheksiz go'zalliklar bilan to'lgan bo'lsa-mu, u Allohning dargohida pashiqonatichilik qimmatga ega emas. Qaysi jalbkorlik, qaysi güzellik ustida jannat bog'lari, daryo iqinlari, meyvelari, yemek-ichmaklari va o'rparaylar yaraladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: Jannatda bir daraxt bo'lib, shundoq tez yugurib esil atqa mingan kishi 100 yil yursimi, u daraxtning soyasidan kesib o'tib ketolmaydi. Allohning bizni u yerga kirish imkonini erishtirganligini xayolimizga keltira olamiz. Biz u yerda Allohning ihson va rahmati bilan uning talpinimiz. Rasululloh mundaq deydi: Jannat ahli jannatga kirsa, Alloh nimani xohlasanglar ochirib beraman deydi. Ular sen yuzimizni yo'riq qilmadingmi? Do'zaxdan qutqizib jannatga kelib kirmadingmi? Biz yana nimani talab qilamiz deydi. Alloh o'z jamolidan pardani ochitdi. Ularga o'z Rabbiga qarashtirma suyumlik narsa berilgan emas.
Sahih Muslim ve Tirmizi Suhaybe radıyallahu anhu'da rivayet kılgan. Rabbinin muqaddas jamaliga qaraganda banda qanchalik xushallik his qilar? Ko'rmay turibmi uzun yillarga uning duo qiladi, yalvaradi. Ondan uning bilan muloqot qilish vaqti keladi. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Ankabut surasi 5-oyat. Allah qalsa biz davomli durud ve salamlar yollab turgan, onun hayatını özümüz göl ko'rsatkich qilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellem bilan cennet uçuruşumuz. Texi ancha uzun vaqt o'tmay, uni ko'rganligimizdan o'zimizni intayin baxtli his qilamiz. U yerda uni ko'ramiz, uning bilan birga o'tirib qopimiz. Uning bilan birga bo'lgan boshqa nabiylar va rasullardan vaz anglaymiz. Bu yerde biz davomli anlatib turgan ashab-ı kiramlarni, tabiinlarni, mujahidlarni, olimlarni ve şehitlerini görürüz. Ba'zilar balkim cennet kirgende bu güzel insanlar bilan birga o'tirib, birga qo'padiganligimizga doir birer misol bormi deb so'rashi mumkin. Qur'on ularning bu savollarga bunday javob beradi. Cennetde ularga xohlagan narsalar bor ve bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Qaf surasi 35-oyat. Bundaqda xohlaganini talab qilgan, lekin ijobat qiladi. Ahvol mana shunday. U yerda xohlaganini qilg'ili va xohlagan kishi bilan o'tirib qo'yib bo'ladi. Cennetde barliq solih oilalar bir yerga jam bo'ladi. Ya'ni ota-ona, bola-chaqa, nevara-chevaralar. O'zlari iymon etgan, avlodlarga ergishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchim kamaytirmaymiz. Her adam özünün qilmishiga mas'uldur. Tur surasi 21-oyat. Cennette bazı qarindoshlar bir-birini sig'inadi. Undaq bo'lsa nima bo'ladi? Anas radhiyallohu anhu bu vaqtda mundaq deydi. Cennet ahli cennetga kirganda bazı qarindoshlar bir-birlarini sig'inadi. Biri bu taxtni u taxtning yoniga tortadi. Boshqa biri bu taxtini yana birining yoniga tortadi. Oxirida sig'ingan qarindoshlar bir yerga jam bo'ladi. Ulardan biri do'stiga Allohning bizni qachon mag'firat qilganligini bilamsan deb so'raydi. Buning javoban do'sti biz fani dunyodagi vaqtimizda Allohga duo qildik. Allohim bizni murodimizga yetkazdi, bizni mag'firat qildi deydi. Cennette Allohning ruhsati va rahmatini, cehennemde azob tortayotgan tağutlar ve zalimlarni ko'rsalar. Firavunni va Amanni, shuningdek barliq azg'unlarni, zalimlarni, dunyolik uchun oxiratni sotqinlarni ko'rsalar. Ular shaharlarda zulm qilishda adadini oshdi. Bu yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Fajr surasi 11-12-oyatlar. Shak shubhasizki davomli jannatni va jannatning ne'matlarini eslab turish, xayrlik ishlarni ko'proq qilishga, yaxshi ishlarni qilishga tirishchilik ko'rsatishga va g'ayrat qilishga sabab bo'ladi. Allah Taala mundaq deydi: Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamonga kelgan jannatga oldiringlar. Qal-Imron surasi 133-oyat. Allohga yetib boradigan yo'lda duch kelgan mushkulotlar va qiyinchiliklarga ko'rsatgan sabr-toqat dastlabki makonimizga qaytishga havas qilishimizga va xushallik his qilishimizga sabab bo'ladi. Jannatga oldiringlar, chunki u sizlarning dastlabki uyinglardir. U yerda chizirlar bor, lekin biz dushmanning asiri bo'ldik. Bizning yana qaytib kelib asli vatanimizga taslim bo'lganligimizni ko'rdinglarmi? Rasululloh sahobalarga jannatni davomli eslatib turadi. Dunyoning faniyligini va unchula emasligini ko'rish uchun davomli jannat ne'matlari bilan dunyo ne'matlarini solishtiradi. Buxoriy va Muslimning rivoyatiga asoslanganda Dara radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasulullohga kepen ton hadiya qilinganda sahobalar uning yumshoqligidan hayron qolgandi. Rasululloh sizlar buning yumshoqligiga hayron qolgansizlar. Said ibn Muazning jannatga ko'rpisi buning natijasi yaxshi va yumshoqdir dedi. Shuning uchun jannatni eslab turgan kishi uchun aytganda dunyo ne'matlari to'liq muqaddarsizdir. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Jannat ahli ichida darajasi eng to'g'ri bo'lgan kishilar shulardirki, bog'chilarga, xotinlarga, ne'matlariga, xizmatchilarga, mansablarga qaraydi. Bular 1000 yillik yurish muzofasini to'ldiradi. Tirmizi rivoyat qilgan. Bu jannat ahlining eng to'g'ri darajasi bo'lsa, undaqda jannat uchun barliq kuchi bilan mashg'ul bo'lganlarning darajasi qanchalikdir? Osama ibn Zayd radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oranglarda jannat uchun g'ayrat qilgan birasinglar yo'qmi?
Çünki cennet tengdasizdir. Kabe'nin Rabbiga qasam qilamanki, cennetning parqab turgan nurlari, yig'anishib turgan rayhonlari, ashamat saroylari, shirildab eqib turgan iqillari, pishib turgan mevalari, chiroyli yosh hur g'ulmonlari, nurg'ulg'an baqasam to'llari va haybat saroylarida saodat va yuz parlaqlikdagi abadiy makonlari, meva va sayko'ktat, yetaklar va to'lib toshgan ne'matlar, usiz parlab turgan nurlar bilan to'lgan kiyimlar bordir deganda, kishilar biz shuning uchun g'ayrat qilyapmiz, ey Allohning rasuli dedi. Rasululloh inshaalloh danglar dedi. Ularmi inshaalloh dedi. Ibn Majah rivoyati. Yuqorida taraflangan joyni eslagan kishi qandoqmi uxlay olasin? Uni o'ylagan kishi qandoqmi mehrni bermay tura olasin? Jannatning xabarini olgandan keyin bu dunyoda yashash qandoqmi go'zal hisoblansin? Asli makonlarga o'lishni o'ylagan kishi qandoqmi baldurroq yo'lga chiqib, uning bilan quchoqlashishni xohlamasin? Buningga qat'iy ishongan kishilar buningga qandoqmi sabr qila olsin? Texim ko'p mashg'ul bo'lganlarning qalbi uningdan qandoqmi yiroqlashsin? Uningdan yuz o'rganlarning nafslarini nima bilan to'lar ajiba? Xulosa. Kitobda bayon qilingan usullarni izchil qo'llanish bilan birga Allohga yordam tilash, Allohning ihsonini, ikromini va qalbdagi quluplarning ochilishini umid qilgan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshilik Allohning marhamatidir. Allah samimiy va ma'lum bir arzuni qalbga pukkan kishiga yaxshilik ato qiladi. Alloh taolo bunday deydi: Agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zingizlardan ilingan fidiydan yaxshiroq narsani beradi. Anfal surasi 70-oyat. Qalblarga ogohlantirish berilgan. Alloh ularning dilidagini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Allah ular bayat qilayotganda temkinlik tushirib berdi. Ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oldigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Fatih surasi 18-oyat. Shunga izchil, net qitimlab qilingan va ijobat bo'lishiga aldirib ketmagan duolarning qabul qilinishi qalbga bog'liqdir. Bular duo qilg'uchining samimiyati va qattiq istikida ifodalanadi. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Ilm faqat o'rganish orqali, ilm muloyimlik faqat yumshoq muomala qilish orqali amalga oshadi. Yaxshilik izlagichiga yaxshilik beriladi, yomonlikdan saqlanganlar qo'rqitiladi. Sayyul Jami. Bu hadis to'g'risida fikr yuritgan kishi Payg'ambar alayhissalomning kimki yaxshilikni izlasa uni topa oladi demaganligini es qiladi. Chunki yaxshilik Allohning ihsonidir. U faqat yaxshilik izlagan va uning erishish sabablarini hozirlaganlarga beriladi. Nurg'un payg'ambarlarning bu ifodani qo'llanganligini ko'ramiz. Shunga kimki Allohdan aymansa, Alloh uni qo'llaydi. Kimki Allohga bo'lgan ehtiyojini o'ttirib qo'ysa, Alloh uni qo'llaydi. Qur'on o'qiganda qalbi biror muloyimlik his qilmagan kishi qattiq yig'lab Allohga ilinish kerak. Shunda Alloh uning samimiyatini bilib, tilkini reallikka aylantiradi. Yomg'ir tilash namozida qilinadigan bo'yin egish, yalvurish va Allohga duo qilishlar buning amaliy ifodasidir. Shunga sahobalar tafsirlardagi yaxshilikni Allohga ko'rsatish uchun qiyin sharoitlarda bir-biriga nasihat va tavsiya qilishadi. Ilohiy adiyning qalbdagi samimiyat va niyatning zich munosabati bor. Alloh taolo bunday deydi: Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzgunlik qilib gunohlarga cho'kmaguncha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Sabr Allohning dargohidadir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning yo'lida sana yetgan aziyatlarga sabr qilgin. Sabring faqat Allohning yordami bilan qo'lga keladi. Nahl surasi 127-oyat. Undaqda buning qanday ishini erishimiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Sabr qilmoqchi bo'lgan kishiga Alloh sabr ato qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Sabr amallarini tadqiq qilish, ishlatish va davomlashtirish Allohning ihsonini va hadisini kutish kerak. Birlashkicha qalb bilan qalbni yaratuvchi o'tirishga yo'l ochilg'uchi bo'lgan anliqda maqsad ketish yo'lida umidsizlanmaslik, qat'iylikni yo'qotmaslik, texnik qattiq tirishib Allohning rahmatini qo'lga keltirish uchun nafslarimizni sarf qilishimiz kerak. Alloh taolo bunday deydi: Shubhasizki, Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. A'rof surasi 6-oyat. Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman.
Mening rahmetim mahluqatning hammasiga o'rtaqdir. Rahmetimni küfrden ve günahdan saklanuvchilarga, mallarının zakatını berdiganlarga ve bizning oyatlarimizga iman etdiganlarga tegishli qilaman. Ular elçiga ümmi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilgidagi Tavrat, Injillarda uning sutining yozilganligini ko'rdi. A'rof surasi 156-157 oyatlar. Samimiy bo'lib g'ayratini ifodalagan kishi Allohning xazinalarini topa oladi. Qalbidagi hayotni jonlantira oladi. Haqiqiy bir qalbning hayotiy kuchini his qila oladi. Shu vaqtda sayyidlik va diqqat shakllanadi. U xushal holda atrofga qaraydi va nurg'un kishilarning bundan mahrum qolganligini ko'radi. Darhol kuchli g'ayrat kelib, belini mahkam bog'lab, Alloh yo'lida ochib turib kelayotgan kishilarga yetishning amalini izlaydi. Mangan yo'llarda ilgari diqqat qilib ketmagan nurg'un xazinani ushirdi. Necha vaqtdan beri o'zining xayrlik narsalarni odatga narsaga almashtirgan ahmoqlardan bo'lganligini to'nib yetdi va ko'ngli qattiq yerim bo'ldi. U insonlar yashagan hayotdan farqli bir hayot yashaydi. Uning qalbi arshiga bog'landi. Qalbida faqat Allohga va Allohning do'stlarga nisbatan sevgi bo'ladi. U dunyoni ko'zga ilmaydi. Dunyoni qalbidan chiqarib tashlaydi. Dunyoning peşiga yugurib, asrab qolmaydi. Dunyolik ishlar uchun boshqalar bilan tortishmaydi. Uning bilan nafs o'rtasida masliq bo'ladi. Qalbi huzur va ishonch tutadi. Aziz va ulug' Alloh bekitgan taqdirga rozi bo'ladi. Atrofdagi kishilar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Ota-onasi, jo'risi, balları, o'riq tuqqanlari, qo'shnilari va tunishlari hamma kishiga bo'lgan muomalasini o'zgartirdi. Bo'libmi o'zini koinotga va koinot narsalarga bog'lab turgan munosabatini to'nib yetdi. Axloqini pokizlaydi, munosabatlarini o'zgartirdi. Balları va ularning kelajagidan az endish qiladi. Ularni Allohdan qo'rqadigan, yaxshi musulmon qilib tarbiyalashga, ularning haqiqiy yaxshi kelajakka erishtirishga tirishadi. Alloh qullarga va do'stlarga va'da qilgan go'zal hayotga erishadi va uning uchun vaqt sarf qiladi. Foydasiz joylarga barmaydi. Qurbining yetishicha Allohga da'vat qiladi. Jihad qilish va shahidlik ketish jasoratini kuchaytiradi. Kun o'tgan sari Allohga yaqinlashganligini his qiladi. Iymonining ta'mini tetiydi. Zikr va Qur'ondan lazzat oladi. Dunyo hukmdorlari bu ne'matni bilgan bo'lsa-edi, bizga qarshi urushmagan bo'lardi, deydi. U vaqtda uningga va uning qarindoshlariga Allohdan yordam keladi. Alloh taolo yordam sabablarini hozirlagan bandalarga yordam qilganligini aytgan bo'lib, bu sabablardan eng muhimi insonlarning Alloh bilan eng yaxshi munosabatda bo'lishi va Allohga tayinishidir. Alloh taolo bunday deydi: Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminiga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Alloh ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar va nasihatlardan albatta yetarlik bor. Tanbiya surasi 105-106 oyatlar. Ey suyimli qarindishim, balkim tirishchanliging, g'ayrating, Rabbingga bo'lgan samimiyating orqali qalbingni yanglab, xazinani topasan. Bu Qur'onni o'qiganingda bu asarning muallifi uchun mag'firat, rahmat, hidoyat, go'zallik, yaxshi o'lim tilab duo qilishni unutma. Chunki uning gunohi ko'p. Rabbining rahmatiga erishilmasa, uning ahvoli nihoyat xatarlikdir. Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlariga va sahobalarga salomlar bo'lsin. Hamdu sana olimlarning parvardigori Allohga xosdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.